Ondan sonra Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Hörmətli görürmənlər, bugün biz Uyğur İslam ekranındakı 24-cü qatımlıq söhbətimiz bilən sizlər bilan yüz görüşüb oturubdunuz. Bununla nəhayət xursandmiz. Əmdi biz bugünkü söhbətimizin teması bilan münasibətlik azraq gəp qılsam, bu yerdə əmdi adətən hər bir insan həyatında nurgulanan mühim fəaliyyətlər buldu, iş fəaliyyətlər. Bunlardan birisi ögünüş, biz doğulğandan tatib öldükcə ögünüb ötüb gitimiz əmdi. Hazır pəntexnik tərəqqi qıldı, ögünüş usulları, ögünüş vasitələrimi nurgulanan yeniliklər, özgürlüklər duş gəldi. Bu cərəyanda əmdə qolaylaşqan oldu bəzi ögünüş cərəyanda yaratılğan pəntexnik arqılıq yaratılğan imkaniyyətlər tüpəylidən. Amma şunun qayğışı, mundaq bir düşüncə şəkilində qalğanda, məsələn, burunqi vaqtlar selişdirgəçdə insanların əs tutuş qabiliyyəti, çəkiniş var, dəb bir düşüncə var. Əmdi biz bugün bu nöqtədə, bu temada bir eniq bolğan nəslərə düşüncəyə erişiş üçün bu yerdə bugün şu Mini ilmi doktor Alqan Tursun əfəndimi təklif qıldıq. Əmdi bu vaxtda meningcə nəhayət yaxşı bolğan düşüncələrini, çonqur fikirlərini eniq qılıb oturub qoyub berə alaydı deyə oylayman. Assalamu alaykum Alqan aka, yaxşımısınız? Qanday əhvalınız? Aleyküm fikam. Otdan tutmaz. Ondaqda biz manda qilaylı deyə oyladım. Əmdi bir qismlərimiz sizin seyirləriniz arqılıq sizni görüb, tanıb gəldik əmdi. Bəlkə hazır müş ekrana gələn bəzi dostlar, kiçik dostlar, bəlkə sizni tanıması mümkün. Şuna özünüzün şu oxuş, ögünüş, tədqiqat cərəyanı, özünüz qandaq qılıb, qandaq qiyinçılıqlarını yengib chet elga o'qish chiqdingiz, bu jarayon qandaq tadqiqotlarni qildingiz, uchragan qiyinchiliklarni qandaq yengdingiz, bu jarayonda balkim nima bo'lishi mumkin, sizning haqiqiy bir hikoyalaringiz bo'lishi mumkin-ku, odamga ta'sir qilgan, ilhom bergan. Mushlarni ozroq qistirib o'tib ketsangiz bo'ldi deb o'ylayman. Buningda balkim shu do'stlarning, kichik do'stlarning keyingi o'zining g'oyasini tiklash, g'oyasini amalga oshirish jarayonida o'ziga ilhom qilib, ulgu sifatida sizni shu ish izlaringizdan foydalanishi mumkin. Ilhom bo'lib qolsa ajab emas deb o'ylayman. Shunga undaq bo'lsa so'zni sizga beray. Rahmat. Men kichik bir tağlık rayonu tug'ilgan. Dadam ayni vaqtida shu yezlarga tushib xalqqa yordam qilish degan bir shiori borki, shiorida shu taq chiqibdi. Tipik aspan shug'ullangan doktor. Shunlar shada tavajjuhchidan bir tağlık rayon hazır şehir tug'ilib o'sgan 10 yoshgacha. Shu jarayonda u yerda odam yo'q. 489 soat yentdi dedim. Adam bo'lmagandan keyin shu o'yinlarga chiqmay qildigan ishim, baladan cho'ngaman. Uy supurish qancha yoshlar o'tib ketgan. Shu o'ynaydigan ish bo'lmagandan keyin shu onam o'tirib hikoya deb berdi. Shu bizni hozir ham o'ynaydigan narsalar juda kichik bolalarga diqqatini chechib, ota-ona birdan bo'lsin jim o'tirg'izgan fursat bor. O vaqtda bo'lmagandan keyin shu onam ishdan hikoya to'qib chiqib deb birda o'xshaydi ekan o'ylasam. Onam o'chaqda kichik bola 18 yoshda o'tib ekan mana. Shuning bilan shu vaqtlarda degan bir so'zi hamda biz o'ynan oldi kichik bir eriqvatlash eriqdan bir sifatni sifatga suv kirdida men eriqdan oldiga chiqib sifatga asam suv chiqmadi sifatga. Uni qilib sivat qanday tushib suv chiqmaydi bunda akisam. Buningga hozir g'azalni layni aralashtirib, layasab, ichiga suvab, suvatdan ana suv asang suv to'xtaydi
degende sabili shunda to'xtadi. Aşağıda sebep qilsang, sifatsiz to'xtadi degan gap o'rgatganman. Necha siqim esimga yo'q qat'iy. Aşı bir yığız gap bilan shu bir yığız sebep qilsang, sifatsiz to'xtaydi degan gap turmushga ta'sir qildi. Attisi cho'ng'andan keyin shu gapning ta'siri cho'ng'andan keyin biz keyin bir ne deyapti, nasib etib keldik, uni biz sha deydik, sha götürüp keldik. Bu shadimi 28 ming odam nüfusi var ya. Şuna dadam ketsa ishni atgan, itvat o'g'ri kirdi desa, sen qilsang sifatsiz to'xtaydi. O'g'ri tepimiz o'g'rini deb aytmaydim ishni. Qandaq sebep yok ish yo'q. Ashratdaman. Davog'andiklamda shu bir so'zning sebep qilsang sifatsiz to'xtaydi degan bir gap, shu bir gap. İkincisi Akufka buraya kelsa düşmanni yangalaydi degan bir gap, bu gap xato gap. O'ylatmoqtindik. Pukan bilan bir guruh bo'lib chalmichang o'ynasa, tayam tayoq yeb chalmiti gap yonib qoldik. Nayt achchig'im keldi. Nimanda rost gap emas, nimaga yonib qoldi Pukan bilan birga tursaqmi deb. Uni men ham tushundim. İttifoqlik birinchi degan gapga kichik vaqt tushundim. Shu Pukan bilan shu men Pukan bilan birga bo'lib Çalma takmaydı bana deb uçqaga chiqib atdim çalmını. Çalma tazdı gitti. O ma'nosini tushundiganda, hozir cho'ng'ani tushundi ekan bu gapni. Lekin sifatsiz to'xtaydi, sabab qilsang sifatsiz to'xtaydi degan gapni ma'nosini ayni vaqtda tushungan. Tushunib, shundan shu haddidan ashuratim ishga taqamay. Shuning foydasi bilan da bir ish bo'lib qolsam, buni sababni izlashtirish shuni kun oqatdimi? Menda. Bir ish bo'lsa, chuqur sababi bor buniki deb. Shu haqla 5 qatı teşimi qattısı qılan bir o'tmaydi. Nimash qatı deganda ichida. Bundan ya ishga tesh qatmaydi-da 5'inden. Tushunmaydi gap, ne degan gap bu deb. Chunki men o'ylablam buni ilqi bir yerdan bir usul va bundan deb izlab yurib, ko'ngilli kishi o'g'ashqa usul izlash, sabab izlash nuqtatda. Shuni ta'sir bo'lishi mumkin endi bir yig'iz so'zning. Shuning bilan shu hamma tag'di cho'ng'andan keyin o'ynaydigan o'yin yo'q. Zirkishda ishi tug'ilganda va zirkishda kichik nisbatan. Şundan bir zirkishda ishi tug'ilgandan keyin o'zim bir zirkishda ishi tug'ilib o'sgandan keyin zirkishni tushunmaydim. Alimata to'qigan chog'imizda o'quvchi bolalar zirkishga desa zirkishga nima deb shunda havas qildim. Zirkishni bilgim batdi. Emniyat qattiq zirkish o'tibdigan alimata to'qigan chog'imda. Alimaktabda. Shunda bir kishi shunda birsa paranglashgan batdi birsilar. Lekin pulni yo'qda qizlarni chiqsin tamoqni pomchilaysiz. Pul yo'q. O'zim ingliz biladigan vaqt yo'q. Shundaq muhit cho'ng'andan keyin zirkishni uqmay, sabab qilsang sifatsiz to'xtaydi, hamma narsa sabab adab qilib, shu bir narsa endi. Hozir o'ylasam, because Facebook'a chiqib uchratdim, burada o'ylaydiganim 80% Uyg'urlar atrofimdagi va men bilgan 80% odam meni aqlli. Men o'zim aqlli deb hisoblamayman. Shu sabab qilsang sifatsiz to'xtaydi degan bir yig'iz gap bilan mening zirkish deganni uqmasligim meni kishilar nazarida bir o'zim nazaridami bir muvaffaq qizg'onchiga aylantirgandek bo'layman. Shuning hammasi shu bir yig'iz so'z bilan qadam yana birisi men kichik o'lgiga tiklab o'zimga kichik o'lgiga tiklab shu o'lgiga yetish uchun undagi dadamning o'rgatgan bir so'zi ishga tushganda qo'g'ilsang hech qaysi yetolmaysan deb bir so'z aytdi. Ayni maktab kelgan vaqtimda hozir kelgan vaqtimizda ingliz nima birinchi yilsi bizning sinfda 290 bola batdi tayyorlar sinfda 130 bola chet tilini o'tgan. Men bilmasam dadam ishga tushganda tan qo'yilmay birini tutib deb hozirchina undan keyin inglizini tushgan o'sha hadishatni xat yozishga pochtadan solsak bir oyda bir oyda keladida shu vaqtda xat yozgan. Shu bir so'z ta'sir qilibdi. Shundan keyin bir ishni qo'g'lab chiqarib deb endi birini tutaman. Shu ajdodlarimiz bilgan atanimiz men bu gapni. Shu sabab qilsang sifatsiz to'xtaydi bilan ishga tushganda qo'lsang hech qaysi tutolmaysan deganmish aql parasiti. Endi meni
raketani pilep süzüge çıkarganda raketa emas hemen. Şunda aldık istirap aldık manguzgandek bir manguzgan mene. Şu müşak aldım. Bu yerden asasqı haqiqatan bek mühim haqiqatlarmdı. Şu çoğunlarlıqı bun əməliyyat bilərliqi siz əməliyyatınız bilan çoğunlarının dep bergen gepin isbatlap çıqqanda texmi bekliqi yüz o gapning to'g'ri ekanligi için siz hamda uni hayotingizni tatbiqlagandan keyin haqiqatan hamma ishqa tang esilvasa hech qaysini boshqa chiqarmay oxirgi uningdim yo'q buningdim yo'q ashundoq bo'lib qolgan ahvollar ko'p uchrab turdi atrofda. Shunga eng qiziqadigan o'zi eng vaqt va kuch sarf qilishni xohlaydigan birisini tutib ashunga chin esilsa anandan keyin shuning bir pallasiga chiqqil bo'ldi deb qarayman. Undaqda agar Ben özellikle ben ikki tushqanda tan qo'g'lab dadamning gapiga cho'ng'an sirim to'xta men dada oldum men qo'g'lab baqa ikki tushqanda men biz Amerikaga kelib doktorlikka imtihon berib shu ishdan burun bizdagi ishli qirg'inchiliklar tutish bilisi boshlanishdan burun men bir doktorlikka qaytib doktorlikda shu psixologiya nerv psikologiyasi psikolog davolaydigan nervgesal doktor olaydi. Şu ikisini mende doktorluk bilan mende PhD bo'lgandan keyin doktorluk bu doktorluk ikkisini teng tutay. Agar doktorlikka kuchayversam tadqiq qilmaydi ekanman. Tadqiq qilishim ozroq maqolalar qilmaydi ekanman. Maqolalar qilmasam men bu doktorlikni bir haftaga asosda so'ng ikki tavsiyam deb to'xtamay bir yog'idan maqola yozib bir yog'idan imtihon berib ash ishni bir 8-9 yil ketdi. Ahir natija chiqadigan 3-ga vaqtimda Covid boshlanib ketib, 3-chi eng oxirgi imtihonimni berdim. Keyin o'ylab, dadamning ashi haqiqatan to'g'ri ekan. Birini tutsam bo'pti ekanda. Az tushungan o'yladim mashina. O'ylab, chunki uzoq ketdi. Chunki men ikki tushqanni xo'lab, uni tan tutdim. Birini tutsam bo'pti ekan deb. Cho'ng'imdan kelgan degan gap to'g'ri. Birlab tutish kerak. To'g'ri. Bu biraz bekirek tecrübe boptu menimcha. Çünkü 9 yıldan keyin bunda bir ne chiqqan bo'lsa, lekin hamda o'rgangan narsalar hargiz bekor ketmaydi deb o'ylayman. Bilimning hargiz ortiqchiligi yo'q. U hamma bir kuni asqitadi. Bunda bo'lsa biz bugungi temamizga o'tib ketamiz. Oldin bilan shu hamda qanday deymiz bu ko'rayotgan do'stlar boshqa kasblardan kelib ko'rayotgan bo'lishi mumkin hamda kasbiy bo'lmagan do'stlar uchun oldin bilan shu mengadan iborat bir a'zoni bir qisqacha aniq tushuntirib o'tsangiz andan keyin uni ishlash funksiyasi masalan menga o'zining funksiyasini qanday amalga oshirdi u qanday tuzilishi masalan degandek narsalarni tafsil so'zlab bersangiz ondan keyin temamizga bog'lab munosabatli qismlardan so'zlab o'tib ketsak deb o'yladim. Hamda tibobat bu meni tushunish uchun meni degan bir tipiy fan. Tipiy fanni Uyg'ur tilida tushunish uchun bir Uyg'ur tilining Uyg'ur tilida qaraymiz hamda. Madaniyatga, o'ta millatning tarixini bilsak bilish uchun uni madaniyatga qaragan o'xshash tibobatni tushunish darajamizga qarash uchun millatning tabiiy madaniyatiga qaraymiz. Bizning madaniyat tibobat bilan chambarchas bog'langan. Uyg'ur tibobati Uyg'ur madaniyati bilan bog'lanib ketgan chambarchas. Bizning nurg'un gaplar va kichik vaqtda tushunmagan gaplarni hozir tushunib hayron qolaman. Shundan shu Uyg'ur tibobatida Uyg'ur mingini rais aza deydi. Rais aza. Rais degan eng beshig'i hamda qadimiga rais aza hammani boshqaradigan. Undan keyin biz yurakning rais aza deydi. Lekin yurakning cho'qqisida ustida turadigan menga. Endi bundaq tibobat, bundaq hukm biz hammamiz bilamiz, kalla gap ishlatamiz turmushimizda. Boshqa madaniyatlarda kam uchraydi bundaq hukmlar. Masalan, Jungiy tibobatida menga hukm yo'q. Ular 5 azaba, ular mingni o'lchagan, mingni demaydi ular. Mingni demaydi. Uyg'ur tibobati ular börekning muhim o'rin qo'ydi. Uyg'ur tibobati mingni muhim o'rin qo'ydi. Shunga biz mingiga nayati diqqat qilib kelganda shundan bu minga degan qandaq aza desa menga bir qo'mondonlik shtabi.
Uyghur tabiatida masalan bütün bedenli bir devlet ise mine kumandanlık ştabi tira başka azalar her qaysi organ idareler tira müdafiə sepide elbette. İçimizdeki immunosistemisi bu bedenimizi sağlaydıgan armiya. Andi bu immunosistemisi armiya biz qaraymiz immunosistemisi bu armiya bazı devletlerine parçasını aldırıp etip kilip. Şundaqma? Qalali kirib, basırıp kirib, kep ötürüp. Lekin bizning bu mengimizdeki bu reis padişahlık ornaga immunosistemisi hücum qilib kirmaydi. Bakteriyalar kirmaydi asallıqça. Çünkü şunda çarpar hiç kıymetligenki onunki nurgun durular mengimizga kirmaydi şuna. Mengimizga hiç kirmaydi nurgun durular. Mengimizga nurgun yallıqınlaşқан jangjidal uruşatқан narsalar mengimizga kirmaydi. Nima butunlay reis azabı başqa bu yerda biz hozircha mengni tushunmaymiz. Ba'zilar deydi mengni tushunsak dunyoni tushunadi, koinotni tushunadi, to'xtab koinotni tushunmaymiz hamda. Sonra koinotni murakkab mana deb o'ylayman men. Shunga shu mengni ichida endi Türkis Uyghur 10'ning 14. derecede hücre meng hücresi olsak, hücre var. 10'ning 14. derecesi. Ularning her bir hücrede her bir meng hücresi mengden 10 minggacha başka nöro hücresiyle uçurilishidir. Bağlanıp. Şuna bu yerdeki inkasning tiz asli bo'lishi shu uçurga bog'liq. Ondan retki qılaymagan bo'lishi uçurga bog'liq. Xuddi biz müzik çalsa 64 basılgan neyse kunupkusu var. Piyano demdimize, pianino. 64 kunup bilen 64 ming xillik müzik çalınmış şundaqma. Oxşamagan derecede besin hamısına. Sonra oxşaş mengimiz mi oxşamagan derecede birisi hemkarlaş arqılıq nurgunluğun güzel illiqi mevcut olmagan narsalarni ko'z oldimga keltirolmaymiz shundaqmi? Asaqlaymiz nurgun narsa yuz berib beradi. İntayin nefis. Shuning uchun nimani intayin qo'g'dab, shu sirtqi kuchning ta'siriga uchirmaydigan qilib qorab chiqargan. Lekin yana ba'zi albatta az qism bakteriyalar, az qism immunit hücum qilib kiralaydi. Onun tamniyat tusab turadigan shu qal'ani meni tusab turadigan. Men qon tomiri hamda boshqa yerda menga qon tomiri menda üç qo'sa qon tomirining hücresida rasmanda qilib, mayarning hücreden bir dura yallıqladığan narsa kiralsa, menga chambarchas bog'langan. Kirmaydi. Yallıqlanish zahirlanib o'tib, turmani qon tomirini zahirlangan vaqtida ichiga kirib, undan keyin menga kasal paydo qiladi hamda. Shuni kasal paydo qilgan ekan, shuning bilan bu nurg'unlagan nurli kasallari, ro'y kasalliklar, nurg'un narsalar chiqdi. Hammasi asosiyatdan shu qalaymagan yemek-içmek'e dikkat, yemek-içmek'nin ziyinden boğan, zehirlik turunun ziyinden boğan, yoki shundoq ro'y amillarning ta'siri bilan immun kuchining egizpasbapchidan bo'lgan nurg'un amillar bo'lib, menga ta'sir ko'rsatdi. Menga ta'sir ko'rsatgan eng asosiy ifodalashi as-saq tiqni qilmaslik, yugnish qilmaslik, as-saqlanmaslik, as-saqlagan narsa yap saqlagan narsani esiga olmaslik degan nurg'un narsalar. Bu to'g'riliq men asosan hamma odam so'raydimda. So'raydi. Şunu bu yerda sal kam deb aytdim deb mavhum gaplarni deb aytib qolgan bo'lishi mumkin, lekin ko'z oldimga kelib turibdi mana. Shunga ham siz savol so'rasangiz, men savolga javob beray. Sualla bo'lmasa bizning yozgan PowerPoint narsalarga qarab tushuntirib bersan. Menimcha hozir aşılardan tushunmoqchi bo'lsak, azroq mazmunga kirishib olgandan keyin balki menga ko'rayotganlar, ko'rganlarning qolsa bir savollar shakllanishi mumkin-ku. Shunga men savol yig'ib o'tibdi. Hozir shu nim bo'yicha PPT bo'yicha azroq tushuntirib turamsiz. Endi nega savollarni qo'yaylik o'tirib. Nima ishga unutib qolaman degan gap, endi bizda bu kichigimizdan boshlab na cho'ng bo'lib
e, e, bu dünyanın ayrılışı mevcut bu sual. Nimiş unutup kaldım? Hazır dikkat kıldım unutup kaldım ben diye. Endi bunun da unutup kalış hem de Xuddi bayman degandek piano çalgandaki kunuklar. Kunuklarni kuni muzikani chalg'uvchi unutib qolmaydi. Lekin kunukka ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Tuyuqsizlar shundaqmi? Bak basilmaydigan yoki bak basilib ketadigan bo'lib bilib, asli chiqmoqchi bo'lgan muzika chiqmay qoladi bu yerda. Bu birisi. Bu mingidagi mingini bir pianino desak, ashlar bo'lgan ish. Endi mana chalg'uvchining ishida bular mexanizm masala bu. Hamda nima uchun unutib qolish deganni tushunish uchun bu Uyg'ur tili minga va psixologiya ilmida intayin yuksak pillayotgan biron deb o'ylayman men. Haqiqatan. Bunun birisi yadında bor esimda yo'q degan gapni chaqchaq qilamiz. Yadında bor esimda yo'q ha deb kulamiz. Yadında bor esimda yo'q degan gapning o'zi ügünüp as saqlashni 4 bosqich bo'lganda 4-chi bosqichi. Shuni ügünüş ve as saqlashni 4 bosqichga bo'lib ifodalaganlik uchun 2001-yili shu Amerikalik Yahudi Nobel mukofoti oldi og'am. Shu yili men natijada kitobni o'qitdim. 2000-yil og'am 2000-yili. Kendall. Uni yig'inimga qatnashdik biz. Qatnashdim. Shu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mükemmel çıkarış Nobel mükafat algan. Uygurlar üçüncü, dördüncü degan birinci, ikincisini yazıp kaldırmaganda eken biz Nobel mükafat alamadık. Uygur bütün millet Uygur ecdadlarımız Nobel mükafatını yarımıga 20 igi bolsa bular burada. Şunda hem de sözlesem aşınınki birinci, ikinci basıcı qaysi desek kimki slayt qarasak hem de Şu ügünüş as saqlashni tushunish uchun eng bu murakkab menga ko'zlarni keltirolmaymiz, tutqilolmaydi. Men uning qaysi qismi qandaq. Buni bilish uchun eng atis biz biladigan narsadan boshlasak, kompyuter. Kompyuter endi menga asos qilib turib paydo bo'lgan narsa. Kompyuterda masalan, hozir men sizlarga so'zlayapman. So'zlayotgandan keyin, masalan, sizlar ko'ryapsizlar, Risolat xonim biz saqlayotgan bo'lsa, qattiq diskiga saqlanib turdi bir tarafdan. Bu 4 bosqich. Keyin buni qo'yamiz, 4-chi bosqichi. Birinchi bosqich nima desa, birinchi bosqich shu ekrandagi uchurlarni hammani qabul qilish. Ko'zimizdan, kompyuterning kamerasidan, mikrofondan kompyuter kirdi shundaqmi? Hozir men ko'rayotgan narsa kirdi kompyuterda. Undan keyin buni kompyuterning kompyuterni qabullaydigan sig'im bo'ldi ekrandan. Yumuşak içki sığımda turdu bu. İçki sığım. Yani hazırdan üzülmüş şu kompüter şurada üzülüp kesse hazırdan şu gaplarını qayt qo'yma desek qo'yolmaymiz. Agar saqlamagan bo'lsak shundaqmi? Dalmi shu saqlama ikkinchi bosqichi qabul qilgan. Lekin buni saqlamaydi kompüter. İkinci bosqichi. Birinchisi Uçurunu egallash bosqichi. İkincisi uçurunu yig'ish. Uçurunu yig'di, lekin kompyuter uchib ketsa qaytib qo'ysak, bu yerda tahlil chiqmaydi. Uchinchi bosqichi buni kompyuterga saqlash bosqichi. Shundaqmi? Kompyuterga saqlash bosqichi. Saqlagandan keyin kompyuter uchib ketsimi, keyin bu kompyuterni ochib, diskini ochib bu videoni qo'yolmaymiz, shundaqmi? Qo'yish mumkinchiligi bor. 4-chi bosqich nima desa, ash videoni besib qo'yish, uni qaytadan qo'zg'ab turish. Bu 4-chi bosqichi. 4-chi bosqichi. Shunga bu yerda uchur kirish, uchurni egallash, uchur kirgandan keyin uchurni egallash, uchur bor. Undan keyin uchurni betaraf qilib saqlash, qattiq diskga saqlash. Qattiq diskga saqlash, undan keyin qattiq diskdan yandirib chiqish. Qo'yish. 4 bosqich. Shu as saqlashmi 4 bosqich. Masalan, hozir hamma narsani ko'ryapman. Uchib ketib bordim oyoqda. Shuni ko'rdim.
Diqqatimde. Lekin bu saqlashim mumkin, saqlamaslik mumkin. Bu kompyuterga. Ondan keyin eslaymaysam, eslayolmayman. Chunki saqlagan bo'lsam. Shundaqmi? Bizda gap qiziq gap qilayotgan vaqtimda yana bir qaraqchi o'tib ketgan bo'lsa, men ko'rdim gap qilayotgan, butun diqqatim moyoqda unga diqqat qilmadim. Uchurni yig'madim shundaqmi? Uchurni yig'madim, ham uni saqlamadim. Keyin birisi turib, sen so'zlayotgan bir qaraqchi moyoq o'tib ketgan desa, yo'q deyman. Yo'q, ashta bo'lib ketgan. Yo'q, anda bo'lmagan deyman. Ana mana video ko'rsatib qo'ydim desa. Mening esimda yo'q. Tushundingmi? Men uni ko'rdim, ko'rgan bilan uni bir taraf qilib, men ham saqlamadim, shundaqmi? Men ham saqlamagandan keyin u yo'q. U mavjud emas. Shundaqmi? Yo'q deyman. 4 bosqich. An kinki slaydni tushunsak, asaraq gapimni deyish. Xuddi mana shunda mana 4 bosqich bilan 4 bosqichda ya uchurlar kirdi, nurg'un uchurlar bor atrofimizda. Nurg'un uchurlarning orasida qiziqli bizda o'zimiz qiziqadigan narsani qabul qilamiz. Shundaqmi? Bir do'kon kirib qolsa, ming xil kiyim-kechaklar bo'lsa, 5 ko'radiganimiz atlas. Shundaqmi? Atlas deymiz, shunday tunimiz uni. Tunimiz shundaqmi? Tunib atlasning aşağıda bağlığını ko'rib, puchib qalbimizni qilib, uni saqlab qo'yamiz. Keyin birisi, bir do'konga borsam, aşağıda atlas bor ekan, atlas falon do'konga, falon nechinchi qavatini manda qilgan deymiz shundaqmi? Buni hammani puchini kirdi, buni yig'dik, uni bir taraf qilib saqladik, uni chiqardik, topatdik, shundaqmi? Bizdan birga bo'lgan afg'onlar, pokistonliklar, hindistonliklar tang murab qilgan bo'lsa, ular buni diqqat qilmag'achqa, u hech qanday uchur yo'q ularda, shundaqmi? To'g'ri. Nima bor? Bunda yo'q, mana. Alqam aşağı bagan sen bilan birga berib ko'mdamiz. Yo'q. Chunki nima? Ular uchur bo'lsinmi oldida uni qabul qilib, uni bir taraf qilib saqlamadi men shundaqmi? Chunki qiziqmadi unga. To'g'ri. Bundan keyin eski olmaydi. Shunga mesela uchurlar bo'lgan bilan uchurlar mavjud, lekin uni qabul qilish qiziqarlilik, men qo'shdim qiziqarlilik. Qabul qilish, bir taraf qilish, meni postlar qavatimiz qattiq diskka kompyuterning. Qattiq diskaga saqlayapti. Qattiq diskka saqlayotgandan keyin uni endi qaytarib chiqarish. 4 bosqich. Misal degandek mana bu senzor degan sezguchi a'zolar degan gap 5 a'zo bor, biz sezguchi a'zolar shundaqmi? Ko'z, quloq, burun, til, teri 5 a'zo. Shundaqmi? Shunga o'xshash shuna hammasi dan sezildi. Ondan keyin buni mingimizda bizning ish kompyuter ish sig'im bor. Birini kompyuter eski kompyuter bo'lsa, injiqlar hozir unda kompyuter yo'q. Kompyuterni biz qat yo'q kompyuter tamdak. Tang o'shaymiz shundaqa. O'shada bir yer chiqdi. Shu o'xshash bizmi? O'xshashlar shuna ular. Biz unutib qolsak, astag'firullah, yodimda bor, ism yo'q deb chiqdi shundaqmi? Ma chaqchaq qanday qilib mustaqilmiz hamda. Mustaqillik ovoz qildigan ish yo'q hamda. Ma chaqchaq o'xshab Andan üçüncü qatam bu uchur qandaq bo'ldi desa uchurlar saqan dengiz etisiman tancha deb bir narsa bor. Tancha bor. Dengiz etini saqlash uchun qandaq dengiz eti birdan bir kishi bola tug'dirgan jonliq. Saqlash bir hamda. Bolani tug'atib ulab qoldi hamda. Dengiz etining erkigi nima qildi? Hisobda bal tug'ish vazifasini ustiga olgan. Aşı qiziqarliq narsaga hayvon o'xshaydigan bir tanchi bor. Odamda igilik tug'an. Aşı hamda aşı kompyuterdagi CPU deb bir narsa bor. Masalan, CPU qimmati bo'lsa, kompyuter qancha qimmat bo'lsa, CPUsi shuncha qimmat bo'lishi shundaqmi? Yoki CPU qancha qimmat bo'lsa, kompyuter shuncha qimmat bo'ladi. Demak, CPU uchurni bitirib qilgan. Yani aşı uchurni bitirib qilish kompyuterning qimmatini belgilaydi. Endi bizning kallamizda aşı hamma narsa ashuning ustida aşı muhim narsa. Ashuning o'tgan u taraflarda postlar qavatirga, masalan, muzika hammasi postlar qavatimizga chip spidida qo'yiladi.
qiziqiri qanday qilib hammamiz tangla qizamiz keladi shuni. Bu hozir tushunmaymiz buni. Tushunmaymiz. Lekin hammasining mengi postlar qaytimizga quyilishda bir taraf qilingan mengi postlar qaytimiz saqlanish jarayonida va mengi postlar qaytimizdan necha ming xil rayondan kelib ko'z oldimizda tilimizga ko'zimizga kelishda shu Saqar Osman Tancha, Dengiz Osman Tanchadan qutulmaymiz endi. Buni bilganimda 100 yil uloqliq, 100 yilning oldida masalan shu tutqaq kesilib olgan odamlarni tutqaq kesildi. Tutqaq kesilini qilish uchun tutqaq kesildi. Shu Saqar Dengiz Osman Tancha munosabat modda Dengiz Osman Tanchini odam uchoqda odam operatsiya adam tecrübesi qildigan ish bak oson, bak ko'p uchoqda. Şu adamның Saqar Osman Dengiz Osman Tanchini kesib ilib etgan. Kesib ilib etgandan keyin bu odam as saqlash iqtidorini yo'qotgan. Hozir ko'rgan narsani va qiziqgan deyotgan bo'lsa, 2 minutdan keyin kelib so'rasa, "Ey qiziq narsa nima desa?" Ha? Esi yo'q. Lekin baliq vaqtida, qiziq kichik vaqtimizda baliq qushqa taqib, daraxt yamish chiqib, qushqasini tuxumlab yetdi, pishirib yetdi degan o'sma. Qadimgi gap qanday esimda qoldi? Hozir qanday esimda qoldi desa, burun o vaqtdagi esida qolgani chunki uning o'sha Dengiz Osman Tanchisi saq shundaqmi? Uchularni hammani qabul qilib, ularga saqlab atgan. Saqlab atgan shundaqmi? Saqlab atdi. Onu saqlab atgandan keyin hozir Saqar Dengiz Osman Tanchisi ilvasimi ma'lum qismi ipanib chiqdi. Lekin Dengiz Osman Tanchisi CPU bo'lmoqda hozir bo'lgan ishni hozir asqalanmadi. Hozir bo'lgan ishni hozir qattiq diskga qachlanmadi. Ning pasta qattiq qachlanmadi, yod qila olmadi. Deymiz. Shu narsani ta'minlayman. Bo'pmi? Shu eski saqlash uchun eski elish uchun undaq pek mühim emas. Lekin mühim. Şunu ben tadqiq qildim. Men asosiy tadqiqot timam menga yiglash kesildi. Dal shu Dengiz Osman Tancha kesile. Dengiz Osman Tanchada üzülüş bo'lg'achqa o odamlar bolalik hikoyalarini ashkisal bo'lishni oldidagi gaplar hamma depiralaydi. Lekin o'xshashlar Dengiz Osman Tanchisi yo'q, odamga o'xshash. Hozir bo'lgan odamlar hozir bo'lgan ishni hozir saqlanmaydi. Asosda o'zining farzandlarini ayolnimi hech narsa saqlanmaydigan yatlashib bu dunyodan butunlay yatlashib ketib, bular dunyoga faqat yashaydi. Chunki hamma narsa intan tunish bo'lgan ovozini qo'rqib uchun. Shundaqmi? Intan tunish bo'lgan muhitni cho'chib qo'rqaydi bular. Qanday kelib qoldim deb. Tuyuqsizdan bir jangal tushdi, o'g'ni bilan bir jangalga yava-yavalar chiqib qolganda yep-yangi muhitda. Endi shu asosda aska bu burunqi saqlagan narsalari mayaga chiqib ko'z oldiga kelishga to'solg'i bo'ldi-da, kasal bo'lgandan keyin u CPU-da Dengiz Osman Tanchida kasal bo'lg'achqa. 4-chi bo'ldi. Endi ma'lumotda men bosqichni chizmabdimi? 4-chi bosqich yilbisida, keyingisida mana ma'noni aniq tushuntirib, mana uchurning kirishi, undan keyin uchur baytlarida uchur turgan bilan atlas ko'ylak bo'lgan hamma uchur tayyor, lekin biz diqqat qilmadik shundaqmi? Diqqat qilmadik. Diqqat qilib, ha degandan keyin hallan mingimizni 1 sekunddan o'chirdilam yoki siz bo'lganda mingni saqlanib bo'ldi bu. 3-chi bosqichi. 4-chi bosqichi bizni ko'rsak, voy bir atlas ko'ylak ko'rdim. Ayollarga deb ilavet degan gap 4-chi bosqichi. Shundaqmi? 4-chi bosqichi. Sanduq silvatgan yerdagi arxivni chiqarganda gap bu. Eng asma o'ng tarafdagi rasmda. Shasta. Hamda shunga men shu diqqat qilish. Lekin endi shu o'ylaysizlar. O'ylab, hey, bir diqqat qilib Hindistonlik, Pokistonlik andan boshqalar ism yo'q dedi. Ular diqqat qilmadimi yoki o'g'illarning meni chaqirganmi? Diqqat qilgan bo'lsa-mu, eski alamadimi? Shundaqmi? Yoki
Eski ep bolgandan keyin ming çıtap qilib, ayat ep bolgan ming saqlab bolgandan keyin ming çıtap qilib, uni ko'z oldiga keltirmadimmi? degan masala chiqdi. Qaysi masala deb. Ikkinchi bosqichdagi xatolikmi? Diqqat qilmagandek shundaqmi? Uchinchi bosqichdagi mingasiga saqlagan xatolikmi? yoki to'rtinchi bosqichdagi menga saqlab bo'lgan uchurni qayta chiqarishdagi xatolik. Shuning uchun men buningda ikkinchi bosqichni tadqiq qildim. Bunda biz tadqiq qilgandan albatta hozir biz insonlarning qimmatini biladigan ya bildik qattiq. 70 yildan keyin dünyada bütün dünyada odamni tajriba qilish yo'q qoldi. Bu tajriba odam tajribasi qilish xato, butlay xato. Lekin menga to'g'ri kelganda psixologiyamizda odam tarjima qilish, odamlarning tajriba ishlatish qabul qilingan. Lekin 70 yildan keyin qabul butlay cheklanganda. Cheklangandan keyin bütün ishni hayvonlarga ishlatamiz. Hayvonlar ichida hamda eng oson hayvon, eng arzon hayvon bichora chashqon. Bu chashqon. Nima uchun desa bir chashqondan da bu chashqonni masalan biz Amerikada bir chashqonni $30 olamiz, $32. Dolar qilib oshmaydi. Yapında 15 akçası $7, ma qirachasqon $15 açtaqdı. Chashqonning turi oshmaydi, qilib oshmaydi. Yapın şu başka tuşu azanda bizim yerde bizim chashqonlar aeroplanda. Aeroplan kelib, aeroplanni tekshirgan ilib qoldi. Aeroplanni tekshirganda achchiq kelib, tajribaga kelib, urush burdisa yeb. Unda chiqib bo'lgan bizda. Bak. So'ngdan shu chashqon ishlatimiz hamda chashqon azam bo'lg'achqa. Ham chashqonning go'shtini yemagach kelajak odamlar. Ba'zi millatlar yeydamda. Yani onun dışında acıt yok. Şunun bilan bununla g'alaba qiladigan adam yo'q. Hayvonlarni huquqini asraydigan, hayvonlarni hudaydiganlar chashqon tilab qo'ymaydilar. Shuning bilan foydali bir chashqon ishlatmizda. Lekin chashqon bilan odamning endi mingada postaqqa o'tida farqi bor. Funksiyasi o'xshash. İmmün sistemida asmazının farqi bor. İmmün sistemasi yo'qchiga. İmmün sistemasi men bilan immun sistemasi tadqiq qilgan shu qasam deb bu. Toza yaxshi emas. Chunki bu chashqonlar biz kasallar qilgan narsalarni yeb kasalolmaydi shundaqmi? Keyin aslida yurib hammani purab, mingiz og'ir kasalolmaydi mingiz. Biz men geldi qolib qolamiz. Ashuna o'xshash. Ana shu meni funksiyasi tadqiq qilgan shu bo'lsa, masalan, diqqat qilishni qilganda bo'ldi. Shuni qilib, shunday qattiq qilishda endi chashqonlarni diqqatni qo'zg'aydigan, diqqat qiladigan apparat bor, mashina bor. Mashina nihoyat qimmat. Ham odatda 3 oydan oldigacha vaqt ketadi diqqat qilish uchun. Ash chashqonni bir narsaga diqqat qilishga ko'ndirib, ma'lum bir ishga diqqat qilishga ko'ndirib, diqqat qilgandan keyin undan keyin ma'lum bir dorini berib, ko'nab bo'lgan ishni qilolmaydi bu. Yoki diqqatchilik bitib bir narsaga diqqat qilmaydi buni. Ashta qo'ygan qimmat. Vaqt sarf qilgan tajriba. Shuning uchun men Japonda vaqtimda men nima tadqiq qilish doktorlikni bitirib bo'lgandan keyin undan keyin shu mening yetakchi o'qituvchim menga bak amroq chiqib kelib, menga bog'lab qo'yamay Japonda tug'in deb. Shundan Japonda men Sayam ministrligining xizmatlik mas'ul ashari Sayam ministrligining tadqiqot guruhiga kirib ishladim. Shu yerda endi Japonda shu nima Japonlar tug'masliklar yo'qligi bo'layotgan holatda yangidan tug'ilayotganlar azlayotgan. Lekin uzun umr ko'rishning foydasi bilan u qirg'ilib ketayotgan bo'lgandan keyin hozir bilinmaydi nufusni tushib ketishi. Lekin qirg'ini hammani o'lib qoldi-da qirg'lar. Qirg'ini bir o'lib qolsa Yapon nufusi asosiyatni intan turan tushib endi shiddatli tushib endi kamera 2010-yilda Yapon nufusi nol deydigan bir gapi bor uniki. Shuning uchun bu Yaponlarning fitnasi uchun tug'ilganda shu Yaponlarning fitnasi bir Yaponlarni 2 yoki 3 qo'shni millatdan qilish uchun endi masalan
Bununla to'g'ri vaqtida menga taraqqiyotga zararlik bo'lgan amallarni tadqiq qilgan bir cho'ng tadqiqot temisi qilayotgan. Aslında men bu tamakının ziynini qilgan. Shuning bilan tadqiq qilgan. Ashiranda qilib tamak cheksa atanisi mesela tabiat normal hayatda baldırı dikkat yığamaz mı kaldı iken. Annesi tamak çekse aslında tolgan balının 60% yukarısı dikkat yığamaydıgan. Maktab dikkat yığamaydıgan, akıp oynaydıgan işler var. Bilap tutmaydıgan. Gap kısık gap yandırtıdan şok. Şundak mı? İşte. Anda bu müşterek ayetlerde bu Amerika'da aygalan çıkışın da yığıranda. Amerika'da yukarı mesela Türkiye terakkigan yatmıştı Türkiye tamak çıkış intayın yığır. Anda bunu ayol kişiye taktırdım mı bir öyde bizim Uygurluğum var öyde tabii korkup çıkıyorlar. Çünkü bala küçük bala var öyde şöyle ama yürüyüp geliyor. Aile kosak yürüdüm işte. Al havadaki Niko tamakın ismi şurası mı tasir olacak bununla. Tamak çekmesi mi? Şunun tamakın bir vas çıkıştan tamakın ikinci derece çıkıştayımız yani kuşun inanmam. Havadaki tamakın şurası. Aslında iş kısmı bulduk yani. Şunun baş dıkkatli kalmaz sıkıntıdan yığır. Hazır dünyada haklıdaydı o. Adam izallarının ki dikkat yığış vakti azlap geldi. Burun 15 sekundda hazır 3 sekund kaldı, 5 sekund kaldı o bu da. Nime hadisi. Hem de aşının okşaş hem de bunu hem biz tamaktan gitmez. Sen okşaş hem dikkat yığılmışsa ya baytın etasketin misal gibi okşaş. Dikkat yığılmışsa ona siz saklanmayı düşündük mü? Yugnuş yengep yok oldu. Şunun için şunu kılıç için andım şunu tatlıklı doğru geldi. Tamakının ki şu kimin tarakkatı tasiri var Allah'ına hem kimin tarakkatı tasiri olsa esas boğan tasiri var yoksa tatlıklı doğru geldi. Şimdi ben Germanya'da kim bu asap? Germanya'dan ben aldım benim ne çok tatlıklı var çoğu. Bugün ait yasımgan nesli verdi kıl yasımgan sen set yapma. Yasımgan nesli pul alıp fakat o neti çıkamsak bir kadar pul alıp kap. O sıran o böyle Germanya'lık mı Estağfurullah şükür kemdi. Kim maşinesi bir kap maşinesi kanda işletildiğin düşendiriş kitabını vermedi bugünler. Benim vaktimde mi yaşadı? Okçum Amerikan alı diyen ben Amerika Germanya'lı da tutkemle Germanya'nın alı da ben tutkemle. Şundan şu işte Türkistan kanda kılmış güne ve maşineye samayım kılalama uydap da buyurup aşı çaşkanlı asla çaşkanın dikkatine yeser kozgaydıgan usulüne layıp çıkan ben. Hazır ben bir işten göndersem 50 netçi makalı işlenipti makalı usulüm. Anda bir ezan $2 hesap sandıkına andın kısa bir 2 günün içinde 3 günün içinde 10 minut işlendi. Çinak durup koydu başında. Yani sunu kullansam şu yarım saatin içinde çıktı. Ulan. Bunun da şu baytı degende dikkatini geçiyor. Mesela bir yere meyakası birisi cümlak birisi tutmayacak neresi var şunda ama bir sandığın içinde. A degenin aslında. Yine birisi de onun yanında yumulak neresi yumulak bitti. B diyen tutmayacak neresini işbücek neresi alanı yengişli şunda ama bu yağaçam şekli pırıkı hem nasıl okşaş ben buna şu dükkanın ekegen üzem yağaç neresinden. Öyle. Onun için şaşkanı bir kapı koysak şaşkan bunu böyle çöğüle yürüyüp eskiler olurken bu aslında. İşte katım maydaki yumulak şaşkan bilen yumulak neresi var bilen işbücek neresi var sarsak bu yumulak neresi eski saklamagan diken bundan kızıkken. Şaşkanın bir yaşlı nime bir alaylık nimesi biz paylaştığımız bir yerde şaşkan damlık yeni nesli kızıktı. Yenilik kızıktı. Yenilik kızıkıp yeni nesli prop da program da programcada biz kamerada var aşağıda atım şıkırtıyor da aşağıya. Da prop aşağı kılıp buldu. An şu kızıksa koks yakın gelmeyden de. Koku diyen nesli yok programımız okşagan için. Kandan nesli bu da
Evet. Şunda kılgandan keyin buni yumloq narsani esida saqlab olgandan keyin yumloqni qishi kamaydi ekan bugünler. He. Aniqlangan. Şunga vaqtni o'zgartirib 24 soat tekshirsak nima chiqdi. Vaqtni o'zgartirib yine mesela vaqtini intayin azaltib yine 3 minut 3 minut qilib qo'ysakmi yine qilib yine esida qoldi ekan. Şunga demoqchi bo'lganda bu narsa ikki xil narsa bo'lgandan keyin bu iliq mengisning bu iliq bu aslında bu nisbeten mengada buni qabul qilib saqlab olish shundaqmi? Tranzitga asan yuk ish yo'q. Degan bir adat ish qilganda shundaqmi? Shundan to'xta bugun qiynab baqay deb buni uyga akşamisi menib ketdim men. Men shuriyanda o'ylab o'sha to'xta deb. Ikkinchi slaydni ko'rsatdim. Kinkisine. Şundan beşini bir qo'yib baqay qana. Beşini bir qo'yda bu nurg'un sinab qildik endi. Oxirida beşini qilib baqay deb beşini qilib baqib 10 minut qilsam 10 minutda beşni hamma esiga olib oldi ekan. Şu 10 minutda 5 minut tushirib 6 minut tushirib baqdim, 5 minut tushirib baqdim, 3 minut tushirib 5 qilib qo'yib undan keyin beşni aslida ishidagi birisini o'spat akilib, ag'a akilib shundaqmi? Mana aftiga yumloq narsa. Mana beşni ichida yo'q shakl shundaqmi? Bunda qilib qo'ysam, unda qilgandan keyin bo'shashgan mana bu nimani bu ma tunuydiganni tunib yangi koni narsani deb tunuydi ekan yana yangi narsani deb tunib buni jiqoq sirib bunday qildi ekan. Eng bu şunlar bundan azaytib vaqtini 2 minut yoki 1 minut tushirsak hech narsa tunamaydi ekan hech qasini. Vaqt yetishimizda lekin shunaqa. Biroq ham uning kalsikligi uchur ko'payib ketdi. Uchur shundaqmi? 2 uchurdan 5 uchur ko'paydi. 5 uchur ko'payib, uning vaqtini azaytsak hammasini bo'g'ichi kalsda hammasi kelgandan keyin biroq kirib buning inoq yetarli vaqt bo'lmaganini kalsda saqlamaydi ekan kalsda buni. Saqlamay qilgan masalan manda bu buningda invest qilmadimi? Shunlar mana bilib olgandan keyin ama usulni tep chiqqandan keyin endi astagfirullah men diqqat qilmay yine maqolamni chashmoqdiman. Shunlar asaqlanmaydigan tamoq chekkan chashqanning bolasini qo'yib qo'ysa, tamoq chashgan bolasining chashqanning ma nurbol chashqan. Tamoq chekkan chashqanning bolasi ani iliqi tunamaydi ekan. Buni kim tadqiq qilib, bajapini yeni kelgandan keyin ikki qara magistr bolalar tadqiq qilib, tamomlashuv tajribani deb chiqdi ekan. To'lg'an vaqtida mengada shu asaqlash munosabatli bo'lgan dopamin deb o'tgan masalalarni bu yerda tushkunlikning munosabatli bo'lganda. Shunga tushkunlikka asas munosabatli bo'lgan shu moddani ishlab chiqaradigan enzim bor, zavod. Sex va sex. Men uni zavod desak, bir sex. Shu sexning funksiyasini yerim qiladi ekan. Sex mavjud. Lekin sexning ichidagi mashina buzib ketgandan keyin ayada yetarli dopamin degan narsani ishlab chiqarmagandan keyin andigan to'xtamay kitildab turadigan mushta mangdigan, lekin diqqatni qazanmaydigan ekan. Endi bundan masalanda buni jiqta qildi haq. Shu diqqatni yig'olmaslik va shukramaslik hislar deydimda. Diqqatni yig'olmaslik, shukramaslik hislar insonlarni qutqizgan deb tushunadi ba'zilar. Biz uchun bu qimmatlik, bu qochmaslik kerak deb. Nima desa, biz o'tmishda jangoldashgan vaqtimizda diqqatni yig'olmay hamma narsaga mushta qarab turgan vaqtimizda yirtqich avvalini kirib bilib qochgan, to'xtamay yugurib qochgan. Agar biz diqqatni qilsak, diqqatni yig'oladigan odam bu to'xtab diqqat bir narsaga mushta qarab o'tirgan bo'lsak, medlamay. Yirtqich avvallar kirib yapildi albatta Allah biron. Biz insonlar qamaydik dunyoda.
Şuna diqqatini qilmay, hamma narsaga mushtaq qilib, hamma hech qanday narsa qilish yig'masimi? Hamma narsaga diqqatini qarab yurib, to'xtamay bir yerdan bir yerga yugurib yurib, biz saqlagan deydim. Lekin hozirgi biz ömrimiz cheklik. Adamma 70 yil bo'yicha. Bu cheklik davrida biz jangalda bir jangal yaşamaymiz. Endi hozir Doğru. bizga foydasiz bu. Shundaqmi? To'g'ri. Diqqatni qilmaydigan bo'lsak, mashina so'qadi bizni kelib. Shundaqmi? Burun yo'qcha vallahi yakıtı degan bo'lsa, hozir yurtchi mashinalar so'qadi bizni. Diqqatni qilmaydigan bo'lsak. Nurg'un ishlar. Mashina deganda mashina hadis chiqibdi, diqqatni qilmasdan chiqibdi. Hamma narsa qarab ishlar chiqib, diqqatni qilmay keyin olgandik mashinaga qarab diqqat qilmagandan keyin shundaqmi? Mashina hadis chiqibdi. Bugun ish qilmaymiz, uni ish qilsak, bir narsani ko'ramiz, ikki qatlam, uch qatlam o'qiymiz, bir narsani kirgilmaydi bu. Nima uchun desa, diqqatni qilib, ma bu saqan qisman tancha, dengiz qisman tancha buni bitirib qilib, bizning ming posta qilib biz esa kuvvatamiz shularmi? Kuvvatamiz. Ana hozir masalan bir narsani qayta uyg'unib, esim saqlayotdim deb ayt chiqarsak, yo'q. Yo'q. Nima bo'ldi desa, bu hozir qilib bugun qayta mashq qilib asaqlagan degan bo'lsak, bu narsa shu bizning shu asaqlash rayonimiz bilan bitirib qilish bosqich jarayonlar. Hozir isimiz boshidaqmi? Eğer qalsak bu dengiz etisiman tanchidan ayın o'tmagan ekan. Yo'q, shundaqmi? Eğer ismi o'tdi, shu mandaq degandan yo'q. Mana bo'lgan bu ömrümde bir qatim bo'lgan hayron qolganman o'zimga. Men uçurmasdan o'qimaydim. Nergelmeni. 2001-yili men Cumhuriyet Babet'te magistr o'qigan. Cumhuriyet Babet'ne taraf qildirish. Şunun usullarını oynaydı. Aşağıda bir Cumhuriyet Babet'ne riskli yazıldık. Şundan bir ters risk yazıldı yani. O risk yazılıp onun miktarını dağıtırdı. Aşı 168 risk yazılıp yoktukça aşı alimet alımında. Aşı yıl ise bizden mektepten iki hukukçuna kelgen size. İki hukukçu kelgen aşağıya. Bilim aşağıda mektepte. Okuat işinden işaret vakti. Sonra aşı günleri aldık departman demen bir riskine. Şunda ters uygulanmayı dep. Evet, estağfurullah, man ügemettim etkiye desem. Akşam diyenton uygulanıp durmasın, akşam depegenmişsin dedi. Ya ügendim ben isim yok. O iş kişi. Oy karımın akşam ügendim orada yazıldım da biz depegentim ana dedi. Kılçı 0% isim var. Hiç isim yok, kılç isim yok. İşte bu aldanma dikinden oynayamaz bir oynasam. Bir oynasam aşağıda kallam şundan işte kapak kopket yana ya da plamayı riskine. Ben aşı Cumhuriyet hukukçunun arasında Hazun'un arasındaki joğantım. Burun Cumhuriyet meşhur Cumhuriyet de tip olan gibi başladı. Lakin hem de aşağıda ben üzerinde bir ispatlap kaydettim de güvengen. Hazun'a. Biz tam fırsat verse mesela tam böyle de. Şu aşağıda aşı güyle akşam gelgetten bu ismi sen dedi. Hatta isim yok değil mi ki? Ben ügenmettim birisi eşip kapıda da ügünüm oturgan ben. Eğer aşı gülümünü aldırmagan bolsa, aldırmaganlık işlemem de. Aldım mı demiyorum. Ne çıkartıp ügünüp, yağdılar, kuzemliğini bozdurup sözlep, tamam karabıp sözlep, yüzüp sözlep, aşı üstüne. Ügünüp, kalmasam, kayıt tekrar vegandikken, bu telefon numarını kayıt desek, bizim ismimizi kalsadık mı? Bir tane ne çıkın ismimiz yok. Şuna okşaş, ertesi bu, hem nesi çeki var. Kod 60'ı mı, 50 kişilik 60'a 60 adam çıksın buldu şundan mı? 60 adam. 70 adam çıksın buldu. 71 adam çıksa 2 gün taşıda kaldı. 72 dekimi yok. Hem bunun çeki var şundan mı? Ondan ki. Şundan minimumuzdan mı? Deniz etisiman tençinden mı? Hem misin bir fonks. Bir çek. Onun malum sığın bul şundan mı? Ben aşık üçüde 160 taşıyorsun. Yadılap, ilişki atmayı da. Onun için bunun ki hanişleri, padişahları, ulu bulup alın. Kaybedilse diyor. Aşı arayımız. Nimişin hanisi müşandır, başta falan. İlişki etmez kuşun. Sonra aşını kalandıkken bu minipaslar, bu sakan kursuman tençe, deniz etisiman tençinin hizmet miktarı hizmet kabiliyetinden kıldığın hizmetini geçtikte sonra ertesi hiç karşısında işlemi uğrap olan hemen tüketmen gibi uğraptan yapıp ertesi hiç bunda ismi yok.
Ashula ishlar. Ba'zida bu qiziqarli ishlar as saqlash. Endi endi qanday qilib masalan hozirgi zamondagi sun'iy aql degandimi endi asosiy sun'iy aql shu mexanizmni paylanadi. Sun'iy aql. Sun'iy aqlni ham saqlab etib, hamma aqli Etimiz tanchayin CPU orqali chiqib, uni yeni kelgan usuldan selektirib shundaqmi? Ma kalkan, ma qo'ykan, ma adamkan deganda qilib, anda bo'lsa kali bo'lsa, buning muzik chamayli deb shundaqmi? Masalan, muzik qo'ymayli deb. Ashtar pasabirli deb. Atgansa buning muzik chasaqim bo'ldi, buning qunaqirdi degan o'xshash hamda chiqib, hammasi shu mexanizm paylanib saqlab, uchun saqlab etib, uchun saqlab, uchun elib, aytib qo'yib deganda qildim. Bak bir qaynab ketib qoldim, tushunchilik bo'ldimki, ekspertlik qilmagan bo'lsam. Menimcha nayta tushunish, qanday deyim, tushunishlik so'zlab berdingiz. Endi men nayta qisqa bir yig'inchoqlab o'tay. Bu es saqlashda eng böyle do'stlar, eng diqqat qilgan narsamiz nimga degan vaqtda shu ishqa yoki shu kishiga, shu ish voqeaga biz cho'qim qiziqishimiz kerak ekan. Qiziqish bo'lmasa es saqlashga nayta cho'ng ta'sir ko'rsatganligini so'zlab o'tdi. Endi bu yerda yana birisi, men postlar qaytida dengiz etisimon tancha degan bir narsani tilg'ab o'tdi. Bu nima degan vaqtda dengiz eti to'g'risidan qistirib o'tdi. Bu jonliqlar ichidagi nima shu erkakki nima deymiz, bola tug'ish vazifasini, ko'payish vazifasini ustiga olgan bir jonliq hamda shunga o'xshatilganligi bir tancha hamda bu mengimizdagi bir narsa. Ondan keyin bu bizning es saqlashimizda nihoyatda muhim bir tancha ekanligini so'zlab o'tdi. Ondan keyin yana birisi tamaki chekishning shu diqqatni yig'olmaslik bilan munosabati borligini so'zlab o'tdi. Endi bu yerda tamaki chekkan kishilarning yoki ikkilamchi tamaki chekkan kishilarning diqqati chekmagan kishilarga qaraganda diqqatning chechirish ehtimolligining yuqori ekanligini so'zlab o'tdi. Bular hammasi shu ilmiy tadqiqotlar natijasida kelib chiqqan narsalar. Bu bir odam o'tiriblam o'zicha bir yerdan so'zlab yoki mutlaqo qalayimqa deb qo'ygan gaplarimiz. Shunga bularni aytib diqqat qilishinglarni umid qilma. Agar tamaki chekadiganlar bo'lsa, amal bor tashlashga tirishsa degandek. Bu tamakining amaliyot hech qanday nimasi yo'q, behchong ziyonlarni olib keldi, rak kasal paydo qildi degandek nurg'un. Faqat yaxshi narsa emas. Shunga do'stlarning samiga garchi hammadan chekkadan bilib turib chekindi ziyon borligini. Buni deb o'tishni to'g'ri topdim. Undan so'ng do'stlardan bir necha savollar kelibdi. Savollarni so'raylimi? Qanday qilaylik? Ma'qul. Endi birinchi savolimiz nima ekan degan chog'da esda saqlash iqtidorimizni qanday qilganda yuqori ko'targan bo'ladi debdi. Maybe so. Aytaqa 3-chi slaydni ko'rsating. 4-chi. 4-chi. 5-chisiga. Mana kendiki. Mayada masalanda ikkinchi bosqich mayada diqqat qildik shundaqmi? Diqqat qilib buni qisqa xotiraga aylantirdik shundaqmi? Qisqa xotira. Endi qisqa xotira degan nima desa, masalanda birisi mendan bir jiddiy ish borkan telefon qilsin deydi desa, gap turibmaga. Nima desa? Telefon nomeri qancha ekan desam, 678952915202030 desa. Ma'qul deb biz aql qo'saman-da, masalanda. Qilib shunda gap qildim shundaqmi? Hadi o'tib tappoq ism yo'qolib ketdi bu. Saqlamag'achlar. Nima bo'ldi desa, ism yo'qolib ketdi. Nima bo'ldi desa? Chunki hozir sizlar aytgan gap qilganda menga. Sizlarmi? Bu saqlanmagan qisqa xotira degan, qisqa vaqt xotira degan saqlanmagan xotira mishadigan. Endi buni saqlash uchun buni qayta takrorlash to'g'ri takrorlab. Bu yerda bag'im 4-chi bosqich, 3-chi bosqich takrorlash. Mana bu yod qilish deganda takrorlash to'g'ri takrorlashga. Hamda
mesela de şu köp tekrarlasak yine birisi ünlüş için hem de kon burun bir çömediğin haklıydı. Mesela bir nasıl ünlüş için aldı bilen onda kitabını bir kürüvetleyip bir ders üzgün mesela oturup kitap ünlüş diye kitap okumak vaktinde mi? Dersten burun kitap ötüdüğün mezunlu bir kürüvetsiniz asan günü sıkıp bakan mı? Baytispa. Hatta men atlasni bilvelip burun bilgen tunuvagan diken anın tıkık kılıp aşının esakkan okşaş hem de burun tunuşluk bolgan narsa sizin essaklışınızı yaxşılaydı. Çünkü bir narsa ünüştün sonra bir narsa ünüştün burun onun münasibet bir uçurunu kürbetlep anı şu uçuruğunu tıkap kılsanız essaklaş çizilişi dışında ama biz tekrarlaşın daimiyim tekrarlaş. Elbette tekrarlar ve şimdiki siz tekrarlap siz yıllık resitini 60 katı yadılap nasıl katı belirli isim yok. Tekrarlap eğer isim yok yanга doğru. Çünkü bu yerde sığın meselesi var. Sığın meselesi var. Benim bizim çarçaş buldum. Çarçaş. Kulum mesela kulağım destim yok şimdi ama azim kulağım destim yok. İşte kısa birden bir çarçaymış ama. Doğru. Çarçay. İlerge sarıp kagaşkan, nerelerim, muskullarım. Bunun asasda mene de şu mene de mi işletilganda hem nas işletilgan hamaşalar bolgan boğaçka andan keyin hamaşalar tuyap boğaçı sasatap tum somaydanda. Şundaqmı? Mesela men bir nima aldım? Musuyu dükünü açtım. Şundaqmı? Musuyu dükünü açtım. Açqandan keyin bir sikilip mening musuyu dükünümden 100 kilogramlık musuyum var. Anman her günü, her yerim günde bir qatim musuyu, 2 saat bir qatim muzak bir adam var kendinde şundaqmı? Düşüp durgan. Düşüş var. Şun bir sikilip oy bana 100 kilogramlık belgen unumayım ben. Unumaydı bazı dükkan şundaqmı? Yok, satıdığ adam var, başqa adamlar belge. Çünkü 100 kilogramın hemen bir rasam dükkanım kurup kaldı. Adam kaç vaqtda da chiqib ketdi şundaqmı? Şuna yine 2 saat saklagandan keyin kildi ayaga. Şuna ayadan mesela azdan yoki adam satmay qolsam 2 soatdan keyin yana kelib qolsa birisi 100 kilogram muz kelsa qo'ysam patmaydi shundaqmi? Şunun bu yerdan bitirib qilgan surat ma'lum darajadagi surat bor. Kuchurdan mesela onu bitirib asosda bu septep mayak ilab mayak o'tkab qildi. Hozir tushuntiramadim gapni. Aslında kölün suyu o'xshash mesela degan chiqib turganga benim sığın bağın o'xshash sığın bağımda. Sizdan tasir qildi. Endi buningda siz baytın uçurlarını bir-birine tutuştu degan, bu nima qandaq gap, aşın ta'siri bor, albatta ta'siri bor. Biz yemakliklar shu yerlarni bir satishadigan, mesela tutishadigan, bunda tutashmasa, bunda toksinni bunda akasak vijda o token matok o'tadigan shundaqmi tutashsa. Tutashmasa mana akasak o'tmaydi, vaqtga yaqin bo'lsin shundaqmi? Hücre bir yerdeki uçurunu almış için tutuş gerek. Tutaşkan jirayanda miyadaki elektrik dolquni miyadaki ximiylik madde orqali mayak o'tadi. Mishaga shu uçurup kelganda vijda mesela miyak uçurup kelib dukan atasi var ekan degan gap uçurdim. Dukan atasi var ekan degan gap elektrik eqimi o'zgarib kelgandan keyin mayadan bir LCD deymiz buna. LCD bini qatırdı boşluqqa. LCD bini qatırdı dopamin desek mesela dopamin qatırdı dopamin durup hey ben Atlas var kendide yani kim beğendin Atlas var kendide dep beğendin boşa elektrik konular ne bu düşündük var. Yandan da beğendin kilip Atlas desin beğendin dopamin kilip Atlas takşık oldu mu bula. Şu malum nispet bu. Atlası deyip çıktı bunu. Bu hoşçakalın yerdeki uçurlardan elektrik dolqunu ximilik maddinin boşluk yapırdı. Azimde boşlukta boyaqlıqda qattiq boşlukta boyaqlıqda biz qattiq münazir qatımız men almada. Boşlukda boşluk barmız adı bir yerda depçi. Lakin shunda qana tigishlik ayamo qanchalik boshliq cho'ng kichik qanchalik demaymiz hamda. Lekin ben ko'rgan
Aslında ben kıpaya hemilik maddeler ben yığılganda aşın tatvagan resimni görgendim. Aşkı irden ne görganda aşağıda kıpkar nıkıldı. Ma hemilik madden mayak ötüdendi. Müşüriyenden de şu müşür malum. Ama şimdi hemilik maddeni koyup gözmeydiğin yemeklikler var. Ca? Ya şu kesme hemilik madde kıpamaya yemeklikler var. Ya ki şu kesse hemilik madde ya koyup diken Atlas ba diyen Atlas ba da şu yapıcı Atlas ba diyen bir elçine aşağıdan paket ötüdüğün yemeklikler var. Bazı yemeklikler aşağı paket ötüdüğü şun olan Atlas ba ise başbakan kim Atlas kadın ötemeydi mi? Sonra Atlas ba yok. Şimdi şeyde bizden asas sıkıldığı şey mi ki? Kıldığı şeyimiz doktorlar mı? Mış hemilik maddeni tetkilimiz biz. Hemilik maddeni. Meneki mesela estağfurullah. Ben kim çandırıkay nikotindan neymiş ziyarlıkın çandırgan çırında ben toncu katım. İntayın uçlar ile çandırırken bana. Şimdi şu bir isim bilen ben nikotin mutkasip ettim. Ben nurgun şundan kim beni kitap istaklık kıldı, kitap katlaştı. Belki kileriyle kılgınış mümkün ilgili nikotinninki zerlik farmakologiyası ensiklopediya dep baya ensiklopediya Uygurca'da ensiklopediyani aşının yazgan bir kitapka o aşının kayıt katlaştım bir bab ispat aşından da aşı hemilik nikotin aşı çapışılıyor parçaladığın maddene aşı parçalaşından da parçaladığın pırsı kipekti pırdı hemilik maddeci aslında ben nurgun Slova közal misal tutduğum mesela aşı yandı mesela bazı nesiller aşı hemilik madde kipekti mesela da uykuluğumuzu aksak uykulumagan çağımızda bir kırmızı ışın madde var serotoninde onun da o katıktı ba mesela da banandı ba yanaktı ba andan şu nesiller yine gelip esnafladığım hemilik madde kipekti pırdığı paydası ba yanaktı mesela da Jem yani uçuk kaldı var. Ya kipekti pırdığı dopamin serotonin kipekti pırdığı açmış hemilik maddenin sürekli sepasıga miktarı tasir gösterdiğin amıllar şu 3. baskıçtan 4. baskıç üstü tasir yatkızdı. Aşı hemilik madde tasir yatkızmayan şirayet aslında yuguluş esnaklaş için tekrarlayıp bir şirayet. Tekrarlaşıp kalsak mı esnaklanmışsa bir yerde muhit meselesi varken bir yerde hemilik madde yani bir yerde elçi mayaktın şimdi yapılan elçi mayadaki tasir uçurattı bunun da hareket yugurib berse qanayanish yaxshilansa shunlarga axlatlar olar bilan iqlim qarshiliklar tuziladi yaxshilanadi olmuş yaxshilanadi degandek. İkinci sualda qandaq yemekliklər əsaslaşdıqlarımızğa faydalıq deyə sorabdı. Abay azalıq bəzi yemekliklərini deyə ötdünüz. Qandaq yemekliklər əsaslaşdıqlarımızğa faydalıq? İkinci sual. Əsaslaşdıq faydalıq yemekliklər yanak yaxşı, yanakda yanak ondan keyin qattiq badam deganda uyquni yaxshilaydigan manda gap endi masal aralashib so'zlab qolaman ba'zi so'zlab bersam mingida uyg'ur tabobatida mingiga ho'llik ketsa ya mingining ho'llik azob ketsa qurug'lik ishib ketsa uxlamaydi asaqlanmaydi degan bir gap bor daydamda endi buningda mingining ho'llikini yaxshilash uchun nimaga ketsa tarhamak yang qatiq yang sütçen dedica mesela anneki yanak anda kurultan şurada lakin anda mani ürtübet araş ürtübet yang yapıp müşnasını ürtübet takım size baktım ben nime hüllüklerin münasebeti var hüllük size hiç kim şamaydı bunu onu diyor hüllü elbette de o manite batçı anda bunun için var bunun içinde serotonin de bir nesi var o turmuzluğu İşte tohma çöyle düşse, bak dedim ben
Atlas dep gelsin men qıtıp. Ötmeydigan. Aşını turmuzaydigandek bir narsa mattamda. Soň kiç oqta oxugandan keyin köpünç hallarda bizni essaklagan narsamiz kiçde 3-nji basqyçdan 4-nji basqyça ötüşi uxlagan wagtymyzda tamamlandy. Şoň aşı narsada uykun ýaxşylaýdy. Uykun ýaxşylagandan keyin şoň bilen o essaklaşymyz ýaxşylandy dep bilenmen. Pek uzak ettim ama ben sözcüğüm. Şu ıslahları kadar yaxşıyandı. Ben yanılttımı şu serotonin diyen eski. Uyku yaxşılangan çağda uyku optan bolsa uyku optan bolgan wagtda bay digenimdek tuluqluğucular tuluqlap berip akam näsine siz üçün hizmet normal bolsun çünkü ılık uxlamagan çağda ılık roy kesellik itirat roy kesellik bolsa yuqur bolsun dagma mesela roy besem endiş qilish açıqlash diýerler uxlamaganlykny çykyş dagma çünkü tuluqlap berdigan şirayet yo'qap ketken. Anneni bakganda esnaflaşın köpünçisi. Bizim için 24 saatlik taşırımız esnaflaşın uzun sömürlük uzun tutki esnaflaş ise 24 saatlik kılmaz ise hem de uzun tutki esnaflaşın bütünlüğü aşınmayadan kompüter okşaş nesli toçuda şartta kabul kılmaydı biz dinimizde bu. Asasta ben bugün ki 28 saatten 24 saat kıtı da deyimiz hem de. Çünkü bu çağda bir uyku aşınan için saklagan närsiniň tuluq saklyş üçin tijdiga wagt. Şonga tijdiga wagtda kalymyzyň tiniş turuş üçin bunga höllük nätküzdigan, ýurtapa höllük nätküzdigan diýen gep bizdiki hazır serotonin berdigan ýaňak, badam höllüsü, badamda serotonin var, turmuzgaça. Çünkü çoğulap toktaptı bak kökçüraktın bak kızçırak inip dursun sen mangmaytın mayak tuasın diyen okşaş tusu bu. Serotonin diyen näse. Serotonin ba ketek aşı näse. Endi 3-nji sualda dikkatimi yığış täsirleşip ketýärdi, kanda kılsam boldy dep sorapdy. Dikkatini gösterse bu Uygur tilde pek getapamdım şu men. Roy mental health roy akli roy kısalsak roy kısalda inikrak yapam bununla Uygur tilde. Roy normal Kandemize çarjap sebäbim bulamdy o kadar. Ýagymsa Çüşkülüş kesile diyende çüşkülüş kesile meselende onu roy kısal dep ilvası okumaydan bıraktılar onun ki belki küçük yaptı bu tarafı Uygur bu baştılda mı küçük şundan bu çüşkülük olsa endişsiz olsa endişsiz olsa nimetse hemmesi bay men diyen dopamin diyen nersi var aşağıdaki moşel manırvılan Allah'taki ilmanat ilektrine man gökep burayadaki mesela elçiye hemilik metninden iktidarda egzipes. Yani bu azlık etkerlikini buldum adamda. Azlık etkerlikini. Bayakta güzelmedi. Yeni bir sigara dopamin azlık etkerlikini. Serotonin azlık etkerlikini. Nimelse dopamin degen kökçürak demizemde başından. Kökçürak yoldu kökçürak. Kökçürak edip dursa uçurlar bana vurdu şunda maşinler. Serotonin degan narsa qizilchilik qilgan ekan, va to'xtaydi, to'xtagan ekan, meditsil mashina alliqda bir masalan 30 minut 1 minut alliq qoldi shundaqmi? Ha, qatnashmaslik chiqmaydi. Va avu bas kasallar va ashu roy bilinish deb tuzga bulgan, kuch uxlamaydigan shundaqlar nima ishlar desa, uniki
Kökçülüğü tədbirgə yenib ketken. Kızılçılığı yok ularda. Kökçülük olan deken kökçülük mınıp çikkep çarçap çükülüşüp ketidi bu. Yine bu endişik işlerlerden var. Uduma bolada masteratın ma turnusu kızılçılığı buzulup kalgan. Kızılçılığı buzulup kalgan deken o maşine manga vurdu çögüle toxtamagan deken bu uçuruna toxtamadı da. Mesela bazı bir kızılçılığı siket telefonum qarvasken demiş undaqma. Kızılçılığı mesela çögüler biz telefonumuz qaranmay. Kaçan kızılçılığı geldi. Şuna oxşaş endişim var. Aşı uçurunu toxtup tüketitilen mexanizmimiz var. Tüketitilen mexanizmimiz. Keçisi tuş görgende bəzi düşülünü mesela o gündüzdeki əsəxlığın aslında devam edip durğanlar var bəzidə. Nima desə bu tükep bulanmay. Gündüz bir işte uruşup qalsa, köngülsüz iş olsa keçisi görünür şundaqma. Bu həttiniz yancı quşulu olan bu tükep bulanmay. Yoxtap bulanmay. Aydan payda olub qaldı ayda. İşimiz payda oldu. Am işimiz ne anda o nəsə pısırlam düşəndə oldu gap bilan. Asta gap. Keçisdeki aşı keçideki hizmeti kapatıp kılınmışsa aslında kısal çıkdı. Onunla hem de aslında olsa hakikaten doktorluk baga yaxşı. Biz aslında başında qattiq qilmadim diye bir kichik bo'lgan bilan bu aşı ig'ir tipdagi andisha, ig'ir tipdagi tushkunlikniki bir alomati bo'lishi mumkin. Shunga diqqat qilib doktorga berib davolanganda hayatın süpürte yukarılaydı. Yaşayış süpürteni sürge buldu. Dördüncü sualımız ər-ayollarning meňisida qandaq farqlar bar depdi. Er-ayollarning meňisida qandaq farqlar bar? Vayna meňis. Er-ayollarning meňisida bu çoğun timamdı. Doğru. Er-ayollarning meňisida qandaq Xmaymiz, ben şu nikotunu tatqagan çağımda hazır bir şey olsam, nikotuna maqasına tamaq çekisini ziyini qilgan çağımda Mının qığa çok işi nima desa onda men usulni paydo qildim. Onun ustiga men inta sistemlik 6 xil vaqt bilan hammasi birla vaqtda sistemlik tatbiq qilgan. Bu hem de o'xshash hayvonda, o'xshash muhitdacha silashirib shunga bir yosh xulos chiqqan. Shunga bu nayti muhim maqolam bo'lgan, olqishlashgan. Aslında şişashqanlar tug'ilgan, tamak chekdi, tamak emas, nikotin. Tamak desak hozirgi elektronik sigara bor, nikotinlar bor. Biz aslında qarshi 10 necha yilning oldida hech kim qarshi emasdi. Biz qo'rqmay bir akut chiqargan aşağıda. Hozir ham chiqdi bu gaplar. Tamak emas, nikotinning o'zi mushu nikotinni ushirashning o'zi intayin ziyonli. Tamak doktorxonalarda dahi tamak chekkan ayollar tamak chekman, tamak ziyonli, men nikotin chekkan deb nikotinni ichishdan nikotin. Aşağı biz aslında xato deb chiqish uchun isbotlagan. Ayni vaqtida endi shunga shu Aşınıqandan keyin Chashqanda tug'ilgan bolalarda Chashqanda aka Chashqanning orasida intayin farq chiqdi. Endişe, günlük, saqlash, günlük ritim, turmush ritim deganda usulda Adis anlaştırma kulaktan anlaş, kulluğun anlaş qilib, ko'zdan ko'rish boshqa, kulluğun anlash boshqa saqlashimcha, shundaqmi? Aşını mesele çıkıp mene aşı jurnallar qayta rad qilayotgan. Tushundu. Nima chiqashda farq chiqdi deb. Tekshirsam e'lon qilgan maqolani hammasi bor ekan, hammasi tushuntiramadi. Oxiri aşı maqsad paragraf ichib maqolaning ojizligi biz buni tushuntirmaymiz, nima ish bo'lganligini. Arayonni farqliligini. Tushunmaymiz endi. Hamda bir farqi uqmaymiz uni. Hech qanday uqmaymiz. Men buni fiqday deb iqlamayman. Hamda u balkim fan taraqqiyot berib bo'lgancha bilishimiz mumkin, lekin hattisi biz shu ayollarning farqini bildirgan bir ishni qilib baxtimda.
Mesela Uyghur tabbatında esnaf, mene macilap kaldı, müstah, dikkatini yağmadım, esraramadım dese, Uyghur tabbatında tiyiplendi. Ma tipi kesip boğaç devreydim ha. Hata çünkü ben tılap ketmişim başlar. Öten bir tılap etkende. Erlerden ki taşkı börekini kuvvetlep, ayarlardan ki erlerden tuğumdan ne, erlerden uruktan ne kuvvetleş, arkalık. Ayarlardan tuğumdan ne kuvvetleş arkalık, mümkün kuvvetlemez. Nima mazlab kelsin urug'dan tuxumdan nimpak va nimnasi va deb ba'zilar bu tipdan aljoq sizlar debsiz. Ashunga nihoyatda qiziqib men ashtog'il tajriba tajriba shulda men. Bu tuxumdan urug'dan bo'lsa hormon munosabatlik qilyapsiz, hormon. Hormon munosabatlik. Sonra tuxumdan kuchaysa va masalan erlarning tuxumdan kuchaysa, durulva lobob kabri, lobob sag'ri, boshqa söylab degandek nurg'un durulva ayollar birdigan aşını küçelse cezasını küçelse min küçüydü. Cezası küçelse cinsel fonksiyonu küçültken madsi bir hormon küçüydü ama hormon. Hormonun numaralı dep şuna biz ekmek çaşkaldığına uruktan ne kesip elbette ben. İşkilisine. Uruktan kesip elbette ne bir aydan keyin meni fonksiyasi yaxshilik. Vaqtida az bir tüketken nimişin dese biz meni de yangi baytan mening qilgan 20 ta qilgan narsam da baytan dengiz isman tancha. Ashnalar dengiz isman tanchaning ichida bir nervüjer chepilga yeri var. Biz hozir chiqmaydi. Nima ish qilsa paydo bo'lib qolgan deb hozirgacha davlat atish. Hamda ashuni dengiz isman tancha agar hormonning ashning bo'lgan ta'sir qanchalikdan deb bilish uchun dengiz urug'ni kesatib tashlagan ikki urug'dan ikkilisini u yoki bir narsa urib aşağı yangi paydo bo'lgan hujayralarni tekshiradigan uchun undan keyin 30 kundan keyin tekshirsak hujayraning yangi paydo bo'lgan nerv hujayrasini azaldatadi ekan erlik hormon azlab ketsa ya'ni kesvatsak urug'dan kesatib uni erlik hormonini tekshirib qo'shib hamda haqli isbot kesatgan desa kim ko'rdini shundaqmi agar ikkini kesatgan bo'lsa uchinchisi nerede uchinchi ko'p qolsa qanday qilsa deb qolsa uqmaymiz buni shuning bilan qilib boqdik kesatib qilsak erlik hormon yo'q vaqtida shu sakal qilsidagi nerv hujayrasining yangidan nerv hujayrasining barliq kelishi daxlga uchraydi ekan shuning bilan buni qilib bu operatsiyaning ta'sirimi ilvatganligincha yoki endi operatsiya ta'sirimiz uqmaydi kesatgan hayvonda bizda undan da ro'y amaliyot nisbətdə bizdə lekin hamda operatsiya daxlanganligiga shundan keyin bunga kesatgan ikki urug'ni kesatib albatta undan keyin bunga biz shu hormon berdik hormon bergandan keyin ikki urug'ni yo'q o'zining hormoni yo'q biz tashqi muhit sirtdan shu hormon berdik bersak sirtdan bergan hormon o azlab ketgan yangi dirvinin ko'payishini to'liqladi. Shundan biz bu tashqi shu hormonninki menga bo'lgan ta'siri bor ekan deb tushundik lekin u holatda unda aqlli mening funksiyasiga ta'sir ko'rsatadigan aqlliq yoki aqlliq emas asliqlash emas degan ta'sir ko'rsatadigan rolni borligini bilmadik chunki urug'ni kesayotgan chashqan bilan urug'ni bor chashqanni ming funksiyasida biz farq bilmadik. Endi shu yangidan paydo bo'lgan hujayraning saqlan qisman tanchida kunda yangidan paydo bo'lgan hujayraning biz rolini tushunmaymiz. O'shanga jidal. Bilmadi. Buni biz bu uylab qoldi bu guylar. Bizniki uylab qoldi. Biz 28 kunda tekshirdik. 24 bo'lgan bo'lsa, masalan, kichik bir 24 bo'lgan bo'lsa, 24 kun, 28 kundan keyin besiga ikkisi qoldimi degan. Ashuna bo'lmasincha, uylab qoldik. Chunki shundan bular
Bu yerde hücre şeklinde tuğla ve sekunda şundacık. Menimiz yoldan ketmendo. İşte ülap kaldı şu. Ama nime hem bitti bunu Xuda dememiz hem de. Nime için bir tedbir terakkiyat hem de. Müşünü kaldırıp koygan. Bu mengi degan türelme vaqtlar şekillenmey, şekillenip bu hücre payda olmay. Biz hazır mı kallamda aşağıda sakal kısmen tencide mengi hücresi, yanında mengi hücre şekillenip atlamda. Lakin mengam köpük yo'qdan ketmay shundaqmi? Ulab qolsin. Ulab qolgan bu mengi hücresi ulab qolgan bilan ulu mengi hücresi zavod bor shundaqmi? Bu mükemmel bir hücre o. Onun içinde hem organlar yok. Şunu ulu biz tekşirde bu ne? O hücre bölünürdü bunda. Bu torlu kızgan bir kitap çaptın şanlıgandım bunu. Aşırısını sözden bitken ki. Aşı bir hücre biz iki bilen geldik bunun dopamin isap çıkaran hücre. Bazı kadar şükürlük karşıya. Anne başka da ilaka turmuzluk falan hücre bölünüp kötüsü bula. Bölünüp ket ölüp kaldık yayına. Lengendik nimetse aşırı bölünüp bunun vazifesi küpüyüp atılık nirvi toru katlaşamaz. Tuğulup bütün üzüm müstakil üzüm bütün zavut ile acıkında çıkın içinde bir nes aslında dopamin aslında miktarını aslında işlep çıkarıp başka nirviga uzunluk teminleş dep çıktı birisi. New York'ta kayıtlıydı birisi kendi de. Diyen ma gep cayda dep şunu kabul kılım ben. Hem de aşı çıktı cinsine peki. Cinsine peki de ayal cinsi yorumunun ki tasirini başını tetkikten ayallah cinsi yorumunun koğan tasiri aşağıya. Onun tasiri var. Lakin ikisinin kaysalık tasiri varlıkını okumayamaz. Anneki bayatın ki yemeklik tasiri degende yemekliklerinin aşı minimizdeki sakan kursuman tençinin içindeki aşı hücrelerin yem hücrelerine barlık kilep uzunluk teminler birisiyle tasiri köşedeki yemeklikler olsa yani şey esnaflaşka tasir görsüdü. Hem de onun karşı bak tasir onu okumayım. Bunun cevabı şey. Ondan sonra 5. sorunu sorayım. Men her günü düşük tamaktan keyin qattiq uyqum kelgandek his qilaman, ammo uxlay desammi uxlayolmayman. Qahva ichibmi 2-3 soatgacha diqqatimni yig'olmayman. Bu xil ahvolga nisbatan qanday tavsiyalarınız bor debdi. Tamak yemem. Vallahi ki ben de tamak yerdikken uykumuz gelip kaldı mı? Biz nima tamak yerdikken aşkızan gibi düşünecekler şunda ama aşkızan tutulay tutam tumurla şunda açık kan tumur diyen aşkızanda etraf. Tamak yap şunda kenargandikken aşkızan deken aslında üçe geçişinde ama üçe hareket kıldırgan. Bizi yemek təsirimiz küçük bir turbadan bütün bedeni şumurdu şundaq tızlam. Şundaqmı? Tamak yap küçümüz yok. Qo'sqimiz oran tutsak tamakni yap dechimotniklar kuch beda ol şundaqmı? Çünkü ularning şumurish kuchi üçüncü derece güçlük. Şumurish uchun ular qon tomirlar kengayib, intayin ko'p qismdagi qon aşağı ketadi. Mingimizga chiqadigan qon azlaydi demak endi. Shundaqmi? Çünkü bu yerda o'xshash miyadani kuchayib turadigan pomp yo'qda. To'xtama besimni tutib turadigan. Qonni ko'pincha ayin ketgandan keyin yani shu gapimiz keldi. Beshimizda qon qon azlagandan keyin biz bundaq bitimiz var. Aşağıda yatqımız keldi. Egizlik pastga qitqa bo'lg'achqa, unda o'tirgan joyimizda qon azlagandan keyin yatqimiz keldi, yatsa qon suyuqlik tang bo'lib turgandan keyin mingimizga suyuq qon tang bor shundaqmi? Mingimiz qon az bor degan gap, oksigen az bor degan gap. So'ngan aytgandan keyin sal rahat his qilamiz. Lekin uxlamaymiz. Uyqumuz kelmaydi. Andan so'ngan uning amali boshqa. Qahva ichdingizmi? Qahva ichib uyqum yoshlaydi deb shuncha qilsangizmi? Lekin yine qonning hammasi uchayga ketgandek, asli uchayga ketgandek nada? Uzun shumurtim egamgimanda. Miyakildigan qonning miqdori azlaydi. Shu yaxshilash uchun mening birdan-bir amalim bunda ishlaga. Ben bugun shu tamaq qilib, yarım soatgacha kitap o'qisam 5 minut bitdi. O'quvga vaqtim tortib. To'liq. Tip maktab o'qigan vaqtim boshlab. Yapon kelib, qandoqlab yaponlar tamakka o'tib kitap o'qib qoldim, o'qimaymiz ham. Hozir tamakka o'tib biraz kursam 5 minut olmaydi. Lekin aşağıda o'ylab hammadan qon besim o'xshamaydi shundaqmi? Qon besim darajasi o'xshamaydi.
Benim kanbesim ooo sağır üley kanbesim okşaydı. Tamak isem şart döküp gitti. Benim kardeşim okşaydı. Azıcık tuzluk su içtim. Tuzluk su ise tuzluk su kanbesim işte yukarı gidemdi. Kanbesim yukarı gidemdi. Tuzluk su içmem diye düşündük mü? Diyen dikken kanbesim yukarı gitti. Şuna ben aslında onuğa hatta olar kanbesim yukarı kesilip kalsa ben kanbesim yukarı normalleştireydi. Azıcık tuzluk su içip ben tuzluk katmayayım da. Azıcık tuzluk ne yapar? İçip kanbesim yukarı kanın içindeki kanın besimi sal kötürülse menga getirdiğin kanın miktarı kanın besimi küpeyse yürüt olgan çadıça suyukluk olgan diken o andaqtın anlaşılsal yaşlaydan dep oylamış. O yatqıs kip qalğını yani uyqun kip qaldı bir yatqıs kip qalğını mümkün şu. Oksigen kanın beşi kanın ki təminləş azlab ketken mümkün. Çok batın deyim de. Hem de şu uxlanmadan degenen de şu uyku yok. Kahve içme, kahve içsem mi oğudamadım degen yani şu kan besinmen tüvəldeki. Kan besin tüvən, oksigen tüvən diyen gep. Oksigen tüvən diyen gep yatqın kip qaldı diyen gep. Ondan sonra Yatqın. Altıncı sualda uykudan tez süratli yeşilişinin qandaq usulları var deb soraptı. Şaplaq. Qarğan uyqusudan yeşillenmey qiynaldigan bir oxşaydı. Uykunun tez sürat yeşillenmesinin sebebi uykunun süpütün tüvəldeki. Ondan sonra baldır yetip baldır topuğunda sağlamdı nime? Hemeden oxşumaydamdı. Ben ezelden baldır yetip baldır topuğu adammas. Bir qıttım çoğun adamını getip baksam bir qıttım. Çoğun adam qaranın çıkan uxlayıtken. Qaranın çıkanda uxlap ettigin üçtü qapap namaz oquyatken, aşağı oquyatken temine. Ağır bir gün beşim ağırgan şu günü kichik vaqtimda. Adam tip oxşamaydı. Bazılar ettigen qopıdığan buldu, bazı iken qopıdığan buldu. Ben namaz oqumsam ettigene bamdan vaqt demayman. Vaqt oqamayman. Hem de adam oxşamaydı. Mecbur olması gerek özü fonksiyasını. En isteğim 10 saat uxlaydı. 10 saat uxlaydı. Oy, sen oğlum bulgan ki 5 saat uxlaydı. Mümkün demesin onlara. 8 saat uskal işlemeydi de. 7. sual meni yaşartış mümkün mü deb soraptı. Yani yaşartış mümkün. Hudayım bese. Onu yaşartış ende bu çok bir sual hem de. Bizim ben mene yıktaş kesildim de mene yıktaş kesildim kendine kaytırmaya zetemem. Şemmeyen ona. Burun bir şemmekte tatlıklarata tutulduk bakalım. En vakti bir şemmeyen. Nurgun soğanı sıra verin kasıttım yıkıldı. Azım şemmeyen ben. O kırıp bağın yüceğini düşensiniz. Yüceğini düşenmeyip teşkilat digil oğamdan yüceğini içi kırıp menin yüceğisine kırıp kıran çaldı. Nungu yüceğisi boşlukla paçınıp ki acayip ketsemin da taşıla. Nungu yüceğisi ülep kalsa bunu kendi kapta olamaydı. Kandak ışıklarını ise nungu yüceğisinin karışını, meninin karışını aslat kılı. Sen aslat kılı. Ya ki menini süpet kırıt kılı oldu. Yani menini yaşlaş ne hem de menini yaşlaştırıyor diyen gap hem de acıken aslanın üzün şemmem. Aslan ne edecek mi? Uygur'da hazır emez. Başka toruldum bu ne edecek? Aslanın üzün şemmem. Menini yaşlaştırırsak, menini yaşlaştırırsak bilimimizni yendirvasak değil mi kendi yapıp? Bilim ağandaki meni karıydı. Bilim amisi meni yaştırdı. Anda sakta şununla sağlamlık. Mesela biz küçük yaşımızda tuğuluşun aldıda bizdeki minücerimizin oturistiki boşluğu, tigişler en yukarı halatta. Onun için azap kötüdü bula. Azap normal işte surat azlarsa surat aslaydı. Şundan başka meğer tutaş minücerimizdeki
tutuşup durganlar, boşap ketgandan keyin sinaps deymiz buna, tutaşmalar. Şu küçük vaqtimizdagi birinchi, ikkinchi, uchinchi yoshdagi narsa esimizda yo'q shundaqmi? Aşağısında özü esimizde var. Hocam bana 3 aydan aldık nasıl isimde varken, 4 aydan aldık isimde varken, 6 aydan aldık nasıl isimde varken dedi. Kim 4-5-10 yaş falan çağda 3 yaşlarda ben daha kalan isimde yok derdi. Ne için ise o çoğunluğa sırrı yerdeki sinapsler, o hücrelerin tutuşumlar azlaydı. Azlığından diken, mayak ötmeyen diken, ya tigip durayı acayip ötmeyen diken, bir yerdeki esnaklaş yok şundakma, saklangan narsa yakmayak çıkmaydı diyen gel. Yani biz yürüyüş jarayonida masalan asta nima uchun kishilar qirg'oqchilik joyilib qoldi desa bir şeyde yenidan snaps yenidan tutashma hosil bo'lmaydi bu yerda konu tutashma işte chon turib konu tutashma kuchayib ketdi konu tutashma burun egallab olgan uchirib şey cho'glar demiş ya da nima desa burun gapni deb chon turib oldigan gap yangi uchun kelmaydi menga işte Elon Musk deydi qiri uzun beklemenin faydası yok. Uzun burkuysa cahilden köpek kılıp yanılmak buluk olmaydı hatla. Öyle yaxşı edi. Hem de şu bas snaps kırgan sırımız hem snaps azap gitdemdi. Bas snaps jo ben tigiş Allah. An aşı mevcut olan kısmı bir yerde küçüydüm mesela tekrarlayıp bilimli kayıt tekrarlayıp igansek şunda ama anladım. Kendigen durmuşsak kinonun çasat kinonun filmini kendigen de olmuşaş hepsini kendigen durup saklıdım. Yakında şahitlik benim 50 yaşında ben arzu kılımı ben pek arzu kattım da aşına 35 yaşında bilim bilen netice bilen 30 yaş olan baştan ümit kıttım. Hakikaten bu ben pek ümit kıttım. 40 yaşım 35 yaş olsam çöder. Hem de aşağıda 40 yaş vaxtıda biz 40 yaş vaxtıda gibi bilim ya tecrübe sabah var şundaqma 35 yaş vaxtıda kaç 35 yaş vaxtıda yok. Aslında o işte bunu kendigen durup desek hem kendigen durup aşağıdaki sinaps olmasa hemmesi tutsa hem neresi kabul kıldıran basak oldu şu an kabul kıldıran hiç kaysımız yeni neresi kabul kıldı diyen gap miyadaki cahil sinaps cahil bir kişi yok diyen gap şundaqma yaş balla mesela da hazırlıkya hemen de kabul kıldı. Çünkü nima dese bizga o'xshashmi? Chim turamaydi mal. Bor degan bilab da ma nega tutishdi yoki nega tutishdi shundaqmi? Tutishdi. Hamda shunga bir narsa o'rgansak, mishadik bilim olavergandan keyin yaxshimidi, lekin ba'zi kishilar mukim chinglashdi-da, men tutashimlar. Ammo gap misol bema'ni gaplar qilganmish mumkin, siz tushuntirmadi. Lekin bak murakkab savol so'ramayman. Ama belki canım çıkarttı. Cevap vermeyeyim mi sonra? Canım çayını koydum. Unda keyingi savolni o'qiy. Tush ko'rishni ilmiy jihatdan qandoq tushundiramiz? Tushlarimizni kontrol qilish imkoniyatimiz bormi? Suratga ilib olgan bo'lamdi debdi. Bu menden so'raydigan bu savol emas. Hem de so'raydigan odam bu bunga javob bergan odam yo'q deb o'ylayman. Unda esa tush hamda qo'rqmay deb beray. Bunun cevabını Xudoyim bildi. tugidamiz. 9-chi savol ekan. Çoğu şəhərdə yaşaydiganlar üçün işqa yoki maktabga berib kelish üçün ommaviy qatnashda uzun o'ldirish yoki turishga to'g'ri keldi. Qatnash jarayonida paydo bo'lgan arg'inlik va besimlarni yengillatishning qandoq ajil choralari bor debdi. Kitap o'qish kerak, kitap o'qish kerak. Diqqatni chaqsa yaxshi. Diqqatni chaqsa. Diqqat chekilsa, biz ba'zan diqqat chekib ketishni yaxshi emas deb shundaymi? Anna diqqat chekib bir ishni o'ylab, asli qoldi dedim. Diqqat chekib boshqa qilsak, masalan biz diqqat chekib vaqtimizda kitap o'qisak, badnimizda hormonlarning ba'zi hormonlarni ishlab chiqarishda o'zgaradi. Masalan dopamin, masalan biz yo'lmanga vaqtimizda bir yerda chig'irmoq yerni minib yenib kelsak, o yo'q qon turdi desak, o'chishtirimizda uyarmaydi qon mashinada jilib ketgan. O nima bo'pti deb uqmaymiz biz. Emas yo'lmanga chiqimizda asta hormonlar ajralib chiqdi. Ajralib chiqqan vaqtida o alıq pasak hormonlar bo'ldi. Endorfinda.
yoki yo'l maqsaq shunda xo'shallanma shundaqmi uyg'urlarni ko'ni gap bir gap bor yo'l maqsad sugdoni kesiydi deb sugdo degan nima desa savdo degan gap savdo degan nima desa andisha degan gap andishni kesiydi deb yo'l maqan degan nima ish qildi desa endorfin degan bir hormon ajralib chiqildi endorfin degan hormon andish qilishni to'saydi mexanizmi shu yo'l maqsad sugdo kesiydi degan uyg'urlarning so'zining ma'nosi shunga o'xshash anda boshqa aqli faoliyatlarni qilgandim masalan kitob anglash qilishganda mingimizni qilsak ashiranda masalan xo'shallik bo'lsa dopamin qo'zg'ab chiqdi mening masalan bir hozir men bir app qilyaptim e'lon qildim yaqinda aslida masalan kulish paranglashish ashula hammasi dopaminni yaxshilaydi dopaminni yaxshilab harg'inlik tugitdi deb iqbotida qilamiz ashuni ashi kallisiki meni faoliyatni o'zgartirish kerak shu javobim Ondan keyingi sualimiz menga eng foydali ishlar qaysilar debdi. Menga eng foydali ishlar xo'shallik ishlar. Xo'shal bo'lgan ishlarni manda gap baklochi gap bo'lib kim so'rgan bo'lsa uyg'ur ifodasiga navbatchay deb qo'yay. Xotanda men manda gap bor xotanda. Men nirchungan Nidap and kichik bir yerlik yani. Xotan degan boshqa, Xotan shahar, Xotan boshqa. Lekin Xotan shahar xizmat qildim masalanda. Ashchig'imda shunda ba'zi gap shunda ma'nisiz tushunadi. O'chal biz ham zafqatdan degan nima desa, o'qijam, mushi bir paslicha o'qijam, bir xo'shlab ketay o'qijam. Amma xo'shlab ketay deb, xo'shal bo'lsa nima chatqim men. Meni xo'shal qilmasa gapga qilmaydigan shuna taraqqimga ya deb o'yladi. Xo'shal mushtiq paslicha hozir nima dunyodan desa, mushtiq purun o'qijam, $1000 bir xo'sh qo'yasizni. Mushtiq purun xo'sh qo'yay deymizlarmi? Ayada mushini qipray mushini bir qipray mushini bir qippasingiz bir xo'shlab ketsam-da. Nima desa Bayman degan kibobatning psixologiyaning eng yuksak pallasi. Eng yuksak pallasi. Hozir Amerikada xo'shal bo'lish uchun, baxtli bo'lish uchun boshqa birish kerak ekan, baylar. Boshqa birishga, boshqalarga bersam xo'shallik bo'ladi. Boshqalarga mol bersam, boshqalarning xo'shalligini ko'rib, xo'sh bo'lsin degan gap. Avi bir ishni qilib bersangiz, men bir xo'shlab ketsam, deb meni xo'shligimni ko'rib, siz rohatlanib ketsingiz. Shundaqmi? Siz meni xo'shligimni ko'rib, meni xo'shligimni bir qimmat to'ra sizga. Meni xo'shligimni ko'rsangiz, siz xo'shlab yegrab ketsangiz, meni xo'sh qilsangiz-da. Uzun bir ko'rsangiz, aqlli tusangiz, yuzingiz, teringiz paqrab tursa degan gap. Ashramda, mush bir ishni qilib bersangiz, o'zim xo'shlab ketadi degani, men aytdim baynan hozir başkalarga 5 baxtning baxtli kis qildirdi deb deyishindaqmi? Xo'sh o'g'uchi, og'uchi xo'sh olmaydi, bag'uchi qo'shildi. Bag'uchining ro'yi undan bunda so'ragan, gapirmaydi, men demayman gapirdim. Hammasi nima desa shu boshqa bir boshqaning xo'shalligini ko'rish. Uningdan ortiq mukofot yo'q menga. To'g'ri. Xo'shallik ko'rgan chog'da xo'shallik qis qilsak, dopamin degan narsa bor. Yine shu dopamin shu. Dopamin degan narsa xo'shallik markazimiz bor. Ashuni g'idiqlaydi, qo'zg'algan degan hamma eshitdik. Savab degan gap dopamin degan gap. Ondan sonra bu sualını sorğuchi biz ağıçı bo'lmay, belgichi bo'lgan chog'da boshqalarga bersak, bilim yoki boshqa narsa, shu chog'da haqiqiy mingimizga foydali bir ish qilgan bo'ldik emas. Yaxshi anglab boshqaning xo'shalligini ko'rish. Masalan, mingimiz o'ziga xo'shal narsa ko'rishni xohlaydi, shundaqmi? Asli kichik tug'ilgan bo'vaq balig'imi 3 kunlik bu qarasangiz yig'laydi shundaqmi bular? Baldemizga bal odam baba yig'lab ketdi, achiq yamankan ko'z tegdi deb. Bala ashuni chiroyini kuzatiladi-da, shundaqmi? Yamankan deb masalan xo'shalni. Mingimiz o'ziga nashta kunib ketgan. Buni keyin o'ziga qurashib ketgan degan tilpon o'xshash. Endi shu ashundan xo'shallikni ko'rib ko'rganchimizda biz buni hozir qildimiz bo'yicha xo'shallikni ko'rsam xo'shal bo'ldi deb biz buni hukm qilolmaymiz. Mingimiz o'ziga buni kunib ketgan. Shunga savobda qilishga ma'nosi nima desa, savobda qilsangiz
bir iş qilaq yaxshi qilsin, sanki ko'nglingiz xush turdi, shundaqmi? Sizga foyda u. Go'zal. Masalan, bizga soat 40 yaxshidan haq eduglik emas. Haq edingizga, haq edimisangiz unutmaysiz buni. Biz unutib qolasiz. İşimiz xo'shal turdi, shundaqmi? Bizga yordam yaxshilik qildim deb. Haq edayotgandan keyin badamnikan ya bir qanday mazgap qilmaysiz, ya bir qanday unutib qolasiz buni. İşingiz gap tursangiz, bir şey dopamin urg'ib tursa davomli bir şeyda. Soat qilsangiz haq tutdi. Masalan, müşakillar biz bir qatdan bir Yeni kelgan chog'imda aylim bilan bir yerga xizqamış gitib, poyezd, mashinamiz yo'q joyda. Bir shokolad oldim. Shokolad olsam, bir yetdim ha, tatliq. Shundan pudrab bilan buni yo'lda bir odam o'tirgan qaradalik odam. Shuni bersam, ko'zilgan xudo haqqi. Mushtaq qiz bo'lsa, ko'zil. Lap. Bu da aşı minvatlik. Lampuchida yurib ketdi xoshallikdan. O'zim shunda qaytibam xo'shab ketgandim. Ashuni ko'rib xo'shab ketdi adam. Shunga nechta odamga bilmayman. Yo'l ikitib bana sirgandaliga, oyga piyga mani, qo'l qilgan buni qildim bizga aytamagan ekan. Shuna endi shu xoshallikni ko'rish. İntayin biz saat qilganimizdan sabitlikni boshqa yaxshilik qilgan ketmas, xudolik uchun emas, u bu uchun emas, xudoy bizni bas birlikda sizni munosabatsiz bu vasta o'zingiz uchun, o'zimiz uchun Uyg'urlarga fanlar pallashgan til aslida. Hozirda qonimizdan pallashgan. Men depirman, bas gap depirayam desa, olma yechib ketganda olma üzüp ye deymi shundaqmi? Olma degan yechib ketgan tesib ketdi, qo'rqib ketdi. Olma, üzüp ye. Üzüm degani sapıqat üzüp ye deydi. Üzme degani üzme, üssan to'ngu. İlsam çükün ye deydi. Üzme. Sen de sekine o'xshash. Baş Uyg'ur tilida nurg'un gapliga pensilib ketgan. Saatlik odam saatlik qilsa yurimiz ondoq hammasi dopamin. Xo'shal bo'lishning adamni xushal qilgan yemaklik dopamin. Şemmisiniz yanaqni sadece soqab, yanaqni. Bir iş bakın azraq qansilab. Bidamnikin valla yaxshi xo'shab ketsin. Dopamin. Anda siz xalqni xoshallikni ko'rsangiz dopamin. Siz kichik bolaning hijabini kiristiyashni dopamin. Facebook ko'rimiz keldi, 12 ko'rimiz keldi, Facebook jangilar var bizda hozir. Az ko'rs xo'shal narsa ko'rimiz kelib, shunga bilan social media erishilish. Social media ko'rishindaqmi? Xo'shal narsa ko'rsa, xo'shal narsa ko'rib, xoshallikni ko'rib, qalbi xoshallikda dopaminni qo'yib bersa, xo'shal his qilsa hamda. Şu. Nimede sual? Sualda menga foydali qishlar qayslar deb so'rabdi. Foydali qishlar, shu xalqning xoshalligini ko'rish. O'jam bir ish qilib, bir xo'shlab kelsam degan haqi duguzish. Haqi duguzi xalqning xoshalligini ko'rish. Ondan keyin menning sirg'aligi qanchalik, mening taraqqiyotim qachon to'xtaydi deb savollar bor ekan. 5'inde mi anlamadım 5'ine? Mening sig'imchanlik qanchalik, mening taraqqiyotim qachon to'xtaydi? Mening sig'imchanligi cheksiz. Cheksiz degan gapni men qanchalik cheksizlikning miqdorini men tushunmayman. Cheksiz. Cheksiz, menga cheksiz. Endi biz mening qanday asaqlaydigan mexanizm bilganimizdan asaqlangan narsaning qanday holat saqlanganligini masalada aytdi, aqsillar asaqlash aqsilni sintezlash bilan bo'ldi. O bo'lsa aqsil bilimli odam bo'lsa aqsil ko'payib beshi bo'lib ketmamdi deydi sizlarmi? Elektrik bo'lsa tutsoq, elektrik bo'lsa tutsoq to'xtatmamdi bizni tipatmaymiz. Amma siz ashbatni deganda bir tal ming ujarisi mingdan 10 ming ujarisidan tutish yo'q, shundaqmi? Ben dedim tug'ilgandan burun eng yuqori tutishga nisbati. Chunki men deyman, men xurofot gap emasman, men bilim istaqib baqqan birinchi balamga. Bir adab tezib ishlab baqqandim. Biz ba'zilar bu dinsizlar tillash mumkin mana. Qo'rqmaymiz. Adam yaratganchimizda odamni yaratganchimizda aytdim. Xudoyim odam yaratganchig'da nima degan desa parishliga ben bir adam yaratmoqchi desa, qon to'kish yaratmoqchiman desa, yo'q deydi ama. Çünkü hozir bildik biz
insandan burunmu canlıqlar bo'lib ketgan. Sudaqman nurg'un ishlar bo'lib ketgan gap. İkinci birisi ma İslam deplagan desa Persida. Sonra biz uqmaymiz dedi. Adamga ism deplagan desa, o mau dopamin, o serotonin, o mina. Mau ay deb hamma narsa ismi deb turishadimi? Ism derdi. Ism der hamma narsa ismi. Biznikning. Ximiyatning hamma narsa ism. Deganga Persida so'raydi, Persida dedi. Ha, degan Persida, sen bizga o'rgatmaganni biz bilmaymiz dedi. Demak, shu vaqtda menga hammani bilib ketgan, hamma bilim bor degan gap. To'lgandan keyin bu yerdagi sinapslar shiddatlan tushib ketdi mustaq. Chunki bu dunyoga kelgandan keyin unutib qilib, kichiyatmizga aslida tamam unutib ketib, qaytib odam bo'lamiz. Tilmizda qayt qo'zg'atgan o'xshaydi, shundaqmi? Shu hamda abi savolingiz nima qaytdi? Mening sig'imchalik qanchalik, mening taraqqiyot qachon to'xtaydi? Ha. Hamda aşı sig'im aşılab hamda azab ketib, qaytadan biz meni uchurimiz bor, lekin uchur chiqmay, yerdan ma'lum buzib ketgandan keyin, mayadagi steps bo'lgandan keyin o uchurlarni yuqorida asosan men o'tamaydi, ammo saqlanmaydi. Andan keyin shu mishadam da asliqlasigan nima desa, işte ko'pligan bilan hamkorlashib, xuddi hozirgi sun'iy usulda qancha ko'p uchur bo'lsa, qancha qimmat sun'iy usul asbob bo'lsa, shuncha uningda qancha ko'p uchur prosesslash qilgan uchurni bitirib qilgan yer boshidami? Undan keyin masalan qancha qimmat kompyuter bo'lsa, uningki CPUsi, dengiz ismatanchisi sig'imi shu cho'ng bo'lishidami masalan. Undan keyin masalan shunda dengiz masalan CPUdan 60'ını, 70'ini, 100'ünü bunu koşturduğun gibi. Dedi menimiz özgürmedi. Buradan CPU. Toğulgandan başlayıp ölgüçe, buradan denize spontanca, aşı işler verdi. Aşı mişinden Özsülam, meni postu hakkında kavetimizdeki, aşı bizgen aşağıdaki hücrelerindeki sinapslar çalınışıydı. Nana verdi, hem de biz onu insanın menisinin sig'imchalik qanchalik tekshirib degan darajada o'zidan bir ko'rib, va sig'imchalik shunchalik ekan deyicha yashamaymiz. O'zimizning menimizning sig'imchalikni tekshirib qo'yish ilib qolamiz. Kishilar 10% ishlatamiz dedi. Desa, haqiqat qoppoq, divan, bu qillanni men 10% ishlatsa, palash yoqamamsa, 90% ishlamasa. Demak, o gapni ma'nosi nima desa, sig'im shu ishlatadigan potansiyel dediğimiz de işletiş kabiliyetinden, menimizden emniyet kabiliyetinden eşit işletilmez diyen gap. Anladın? Yoşurun işleş kabiliyeti. Ha, aşını işletilmez gap. Ha. Undaqda yana ikki savol bor ekan. Birisi nima debdi degan chog'da sig'iz chaynash yaxshi odat emas, ammo mening taraqqiyotiga yaxshi deydigan bu gapning asosi bormi debdi. Kim degan ki o'qimadim buni, men o'qimayman. Sig'iz chaynashingiz ashqazan kesilasiz shu, sog'injoq chaynashingiz. Chaynavasangiz, mushtaqish sonra ashqazingiz bilan og'zingizni chaynagandan keyin og'zingizni midlashning ta'siri bilan menga bad funksiya, refleks deb narsa bor, refleksda. Reflekslab ashqazan kesiltasini chiqardi. Ashqazan kesiltasini keyin Kırtallık derisinde yukarı aşkın kısıltası elip kolunuzun tersi köydürüyordu aşkazının kısıltası. Lakin aşkazınızı köydürmeyiz. Aşkazınızı aşı yemeklikler bulup arılışıp aşkazınız divarından bir nesli kuyulup yemeklik olan çağda. Ana üçe kapırıp üçe diye çıkarlık. Kısıltanın tesiri. Eğer nedir nasıl olur? Siz bir nesli yemek şuna varsınız aşkazınızı üçe kısal kızılta koyuldu. Aşkazın kızıltası üzüm aşkazın yap, yarı kıldı. Asıza yarısı pedal. Beni bildiğim şu. Şuna ben sığız çaynamayım azaldım. Gerçi bugünkü temamızın hem münasebet bozumu leki sığız çaynaşının ait ziyalık şikayetliğinin zihininin işleş peyda buluş prinsipini de bildi. Dostlar bunun dikkat kıldı da böyleyme. Aşkazan yarısı peyda kıldı iken sığız çaynagan çağda. Kandak kalette aşkazan Tamam, batım. Normal. Lakin baytan ki men taraqqiyot qo'ysa ekan, anda ba'zi ashratimiz to'xtamay mug'asaydigan
Ben bakayım bunu kino sen ne kinodaki bunda her bir güyle tohma bir neyse. Ama işte baksam ben bulamam diye ben bek Türk işine bakayım bunun. Tahtı ben mesela teknik olamaydı birinci ağzı binası olsa. Ne kadar mesela teknik olamaydı işte kılsa. İkinci birisi aşağılardı. Ben size bakayım bunu sattık be de Avrupa'da Meksika'da bir nesi var. Sen mesela sığız yasa Meksika'nı kuşap aşkızdan her kaç çaynısı Meksika'nı hep neme sığız kaç çaynısı aşkızayı sormaydıganга aşkın aşağıdagan mıklarını gidip uylap mügantim var 2010 yılları. Öyle de o hatta aşıratmagan derecede yaxşı dinem. Hatta aşıratıp kalsa aşkızayı resmeden aşkı sakçana ağamasa. Nançay olmalı kura. Toxtumay sığız çaynaydiganlar diqqət qılanlar. Ha. Yana bir sual. Vitamin artıq uyqu və əsas saxlaş iqtidarını yaxşılaşını davamlaşdırışqa qandaq qaraysınız depdi. Vitamin depdi mi? Vitamin arqalıq uyqu və əsas saxlaş iqtidarını yaxşılaş. Müşü davamlaşdırışqa qandaq qaraysınız? Vitamindan acımayım. Vitamin. Ben vitaminni biyokimiya dersigen gelmek zaten en ağır iki bat vitamin bat yadlap basın su katmandım ben ismi kasında. Şu vitamin belki digende dopamin, serotonin, utenin, botinin hemmesi vitamin işleydi. Vitamin kemçil olsa, mesela vitamin B kemçil olsa, gerekirse B1, vitamin B1 kemçil olsa, yanıltacak, vitamin B1 yanıltacak. B1 ha. Vitamin B1 kemçil olsa, mesela aşağıda harak yaşlı var, harak yaşlı untuğa kopkalıdı, menga ilgili bir ubudaydı. Harak yaşlıda vitamin B1 kemçil. Çünkü harak, spirit, vitamin B1'nin şümürüsüne kemçil. Turumuzda kaçka. Vitamin B1 turumuzda kena aşı yap istisaklanmadığı aşıdakma, aşıda kaldı. Çünkü yol yetip kalan, mesela ben doktorluk intermitterlikine çalışıyorum buna. Yol yetip kalan bir adam bir köyde bir yetip kattıkken, onda kıttıkken, gap soğası bulmuş, algan gapını bulmuş kıldan bu. Ne medise vitamin B1 kemçil, vitamin B1 bir şey da. Yang aktif vitamin B1 çok yaxşı. Sonra andan şu mesela bazıda vitamin mesela dopamin degende nesliga, norepinefrin de başına esasla güçlendirilgan esaslasın. Aşacaksın mesela vitamin C. Ben nasıl azmetmedim. Nerede super C yapı. Mesela ben aşı tanışam vitaminla aşı değil mengedik hemilik, pati hemilik molekül dedim bu. Eltide turmuzaydıgan aldığı kızıl çırak alçısı, kök çırak alçısı gedek elçili var kalımız bir şeyde. Elektrikten kızıpırdıgan. Postikeş. Elçili var. Elçilini sap çıkardıgan maşinesi müyüm. Vitamin C müyüm. Vitamin C mesela de av adette akşamısı mimandı burunca ilgili oruncu sisek penis apsilin suyu içip gelsek kesin bir vakitçe. Ne için vitamin C'cek dıklaydı. Yani hağınlap kalsam, küçük adamın içinde ciddi vakti de hağın bu kalsa da mesela küçük olup kalsam vitamin C'ni içip kıymet ettiğin nokta durma. Onun için şükürlük mengenim yaşlaydı men fonksiyon bütün beden işleyen bütün beden şuburgan değil mi mesela? Andan bu ne çıktıysa uykunu kıltmaydı mesela vitamin D diyen mesela vitamin bulamı D3 şükürlük ne aş kemçil olsa şükürlük isli yığılap kızdıgan gel. Andan aş kemçil olsa mesela rak çıkıdığan rak kipek kıldıgan gel hazır için tep çıktı yandılar. Vitamin D kemçil olsa hazır oturuşan garip takşıyorsunuz. Takşıyorsunuz kipeciden vitamin D'nin takşıyorsunuz. Kipeciden tüven vitamin D. Aptap qıtlanmağa anda nurga sebep amda tarixanda atıldı. Bizden dixalı yok yani. Bizden dixalı da o xotanı vitip bir amatacında bedem yataqla qatkan ilqi diqanda qıpamasa qatkan qıpmas kisalla qatkan kon kon jemet isim meydan kisallan ki. Yataq qıpmas kon kisalla qatkan da amatacında bedem cinkeşte adamna. Bingesim son tumur tutmay çıraya qıratlı kisal kurdu adam. Anda çıraya qarab turib vay siz bir ay kivezning o'tini o'rab bilan debkan kesal deb qopamga odamni kivezning o'tini o'randa aytdim jinkash deb o'donshiga 6 ayda bir ay kivezda kivezgani hech kim yo'q deb saat shuga yo'q kivezlik deganda
Aş kivazın bir ay kivazın otunu rap otunu yılap kivazın. Oğlan bir kuskudamış kivazın purukaya ya kivazın otu bir payda oşuyup oylaptı adamlar. Kılıp kelse gittiken sakaydınız mı ne depti? Nerede sakaydınız? Aynen mene bürüsüz bana kivazdiken apta payda kıpsız geldi. İşte şu apta diken öyle kısalda yatkan diketler çıkmay. Künçmedi. Künçmeyen diken hakikati vitamin D diyen aktif şekil lazım. Dekam yetep hurun bitkileri yasa öyle yasa. Kata kuklu doğru dedim nantab. Aşağıda yatkan vitamin yok. Tulağa çıkıp aptap bırakılan vitamin D'leri eşit bundan aşağıda. Mesela ben oyluğum şu anda. Vitamin D yaxşılanan ki şunlan menip giygendikin sakıp ketken gap. En vaqtida onu tushunib bergan vitamin D kemçil u kemçillikdagi onda hozirday pishirma yo'q shundaymi? Andan o odamga aptap qaqtasimiz desa aptap qaqildan desa baqildab soatiga kuniga 5 soat 20 soat aptap qaqildan yetishi mumkin ichiga kirib. Kivaz o'tang degandan kivaz degan bilmachi kivaz saqib degan vitamin D kemçil tushkunlikisi bo'ldi. Tushkunlikisi valla tushkun nuri bo'lib qolganlar vitamin D. Ben içmem vitamin D degan nimani? Ana. Ben Vitamin D nasa? Ben Moskvada ben bir şeyde o tumut tutup koştunuz da tumut tutup açın cumhuriyeti mi geldi tumut tutup da. Sonra onu kılı tumut tutup kılı tapalayın misalnya. Aklına. Lakin duruyata çıkmayayım da. Sonra duruyata çıkmagan bir şarayet olmagan iken da oylap kollamda mağrunun onda bakan basa malıklık mekanizm yadım der çıkan. Sonra ma vitamin ismi oldu da. Dikkat edin vitamin şunda acak. Lakin hemmisi vitaminini kontrol kılmağa onu yemekte. Ma vitaminin miktarı 2000%, am vitaminin miktarı 20%, askalda şeker X peskat molekülünü hemiydik. Şimdi öyle ayrım yek vitamin ağızda ma vitaminini atlayan, ma vitaminini keşfeden tumu tutup vitamin izbirde olgan demiş adam. Daytım bir vitamin. Hadi ana sualınızda. Aňaky bir sual kepdi. Dikkatini yığışga yardam berýän dogrularynň hakykatan ünümi barmy? Humar kılamdy. Ba, hıma kıldı. Biz kokuyla kılmış yok. Biz kokuyla kılmış yok. Mişin çıkmalarda biz küçük vaxtımızda dıknığa maskesi kesel yok. Şu dıknığa maskesi neymiş? Okuşulu tılap. Akıllı falan millette. Ben de basıktım aşı ballağa. Müşü ügünüp kes kendi sizin aldığı şikayeti ben kendi kıllar ben de bezir ettim de şu. Uyan toktum medirler tutulan guyla, akıllı guyla. Aşı gün biz kapak tılap de aşı bir ömrüne veren fazla okuşular. Aşı ballağa. Bu ne az değil Allah. Amerika'da aslında 60% okuyucu dıknığa maskesiyle de küçük vaxtıdan başlap 6 yaş vaxtıdan başlap durur durgan gap. Aşının biz karşı. Aslında qasım ben şu aşının bizning müşündeki müştemakidan biz asas kılgan şu hem de. Aşının da aşını yegandan keyin hozir hem de durur xmawluş ihtimalligi açılış mümkin. Çünkü o nima desa ming'iz gıdıklaymış olmaydı. Ming'iz gıdıklap dopamin nöroplasyon degani X izlik ratlaydi mana diken miqdarini. Çoğungan diken o durumda bir ömrünüz olmaydı. Çoğungan diken bir qanday gıdıkni ehtiyajlı qisqilsiz özünüzne. Bunda qisqilsiz şoňlan o durumda gıdık qıpaq bu durumda gıdıksız mesela en bolmagy namarat Amerika'da namarat adik adamın balları 80 naca kadar turun bakıp götürdü demiş ise zerlik turu tutup qagalyk üçin. Küçük vaxtıda tamak çekiş andamında işlän ula nima kıldı dese diqqatlanmaydı topuzat vaxtıda. Tolup bolgandan keyin maktabga kirip kelgandan keyin uway makisallap qapdy biz saxsızda var ýaly dep durýandan. Maktabdan şu durny durdy degenden keyin çoňgan çagda anyň snur bakçyk amalar bununğa. Huma wasit bollygy bar. Ýakyn kelmesi kerek. Adatsam bolmaýdy. İşletiş kerek doktordan maslahat bilen işletiş kerek. Okumayman. Cevap tüyle. Yeni bir sual geldi. Ballardaki dikkat yığılmasını kандай kılmanda töweletgili yoki oňşugul boludy depdi. Kiçik ballardaki dikkat yığılmasy. Ulan dikkat edilmez kişi normal.
Endi onun diqqatini yig'olmaslik, diqqatini yig'olmaslik, ko'p harakat qilish kasalga diagnoz qo'yilgan shartlari bor. Aslında tushganda uni maktabdagi o'qituvchilaridan, do'stlaridan so'rab, gap qilib tursa, gaplantirib qilib turgan to'xtamay yugurib turgan shunda ishlarmi, u bormi, bu bormi deb. Uyning ichida anda bedin tantan gaplantirib, gap qilib turish normal ish kichik bola. Kichik bola aslında zirkida, kichik bola. Chunki ularga yangilik. Chunki ularga bizga o'xshash anda qatmadishib ketgan nerv sinaps ama bu nimalar yo'qda, bunda tutib turgan yerlar yo'q. Çünkü bu to'xtamay, yangi narsa o'rgansam, yangi shuni ega bo'lsam deydi. Ular yangilik bo'lmasa, bu zirkdim deydi. Zirkkanlikka diqqatni qilmay bo'ldi. Gap qilib tursa, men bolalarga gap qilib ba'zida tarix so'zlab berib, buni qilib berib, desam bolam, buni bolamda gap qilib tursam, gap qilib chiqdi ba'zida. Achchiq bo'ldi, bashda kelmaga qayda berdi. O'ylasam, ular tushunmagandan keyin uni men degan gapni, ko'z oldida ko'rmagandan keyin, biz o'z davrida chiqdi kichik bola. Hamda onun diqqatini qilmaslikdan da shu eng dastlabda sababini so'rash kerak. Nima uchun bunday qilganimiz bilan? Undan yemak-ishmak eng ashaddiy dushman yemak-ishmak. Shu. Mening odam tilini berib qachon deydi. Shu bolalar xaltiliq bo'lmasa, anda o'tgan, munda o'tgan. Bozorga chiqsam, yig'lab turib xaltiliq oldi. Shu unda men aslında ko'rdim. Burungi bolada anda asaqlaydi, diqqat qilmayotgan, urushgan, yiqitgan ish yo'qmi shu bola xaltiliqni degan ekanda. Alloh anamning kallasini men hadab o'tiraman. Tushunmaymcha, hadab. Mening bolam bo'lgandan keyin tushundim. Xaltiliq narsani olsa, yesa, urushga qo'yib ketgan. Bir urushib, diqqat qilmay, topshiriq qilmay, nima desa, xaltiliq narsaga selish uchun uning nurun xemliklar narsasiga qo'shilgan gap saqlash uchun. Saqlagan degan xemlik narsa degandan keyin ta'sir qilmaydi nimaga. Shundaqmi? Ben aşım bunda bal uğraşıp aslam deme. Nimide balla deb chiqib. Nimide desa balandı. Tugaldan gap qiltaman. Ana hozirda binasida bo'lsa, urushda qalsa yemaysizlar, aziyasizlar. As binasi shunda xaltiliq narsadan anqishib yemək yaqtı bilmaydigan. Xaltiliq narsadan bir xalt demay, ikki xalt, uch xalt yapsa, masalan, tatliq yemək turag'i aşağılam qiyachi oldu onun için urush. Aşı tabiiylar tabiiy emas yemaklikni farqinamasa uni xemiylik narsani qo'shidi. Qo'shgan xemiylik narsalar ekspres qildim yani. Shuni diqqat chektirgan gap. Eng yaxshisi yemak-ishmakni hammani cheklayotdi. Az-azda tunishtirib, masalan, birini tunishtirib, ko'rib, yana birini tunishtirib ko'rib, qaysi ekspres qilsa, bolani diqqat chektirib Huypen ekspres qilsa, shuni qattiq elbette tushundirish kerak bolaga. Bu markaz sizga deb. Balam o'zi shuni diqqat qilish kerak. Chunki bu yerda allergiya deb gap ayna. Allergiya degan gap unda biz eng bildiganimiz chungusiz allergiya degan bilmashdikmi? Eng bildiganimiz shundaqmi? Chungusiz allergiya ukulxonaga olsak da masalan chungusiz allergiya. Chunki chungusiz allergiya bo'lsa o'lish chiqadi. Hayat yoki o'lish ikkisi chungusidan de. Shuni so'raydi. Bak so'maydigan nurg'un narsa bor. Masalan bizning diqqatimiz chekayotgan yig'latib açık bizga o'tirib qo'ydigan shundaqmi? Tuyuqsizlar qilganda balni qilgan ularning hayotga o'lim kelib chiqamagandan keyin diqqat qilmaydi unga. Juq narsani allergiya ta'siri bo'ldi. Kichik bolalar allergiya bo'ldi. Allergiya bor yuzga qizil yo'q chiqishlar tayin. İşgaz andan. Shunga allergiya bo'lgan narsalar bor, asta tatib. Masalan, nimaning allergiya bo'ldi, nimaning allergiya bo'lmaydi. To'rdim vaqtda tapqili bo'ldi bunda. Qilib asta yemaklikni asta ham albatta asta bal bo'lsa. Az-azda tanıştırıp, birini tanıştırıp. Ama o ziyan qilgan balaga deb o'zimizni qisa qildi. Mesela yemak-ishmakni men azaldan men ne chiqibdim. Sinab baxtim. Xaltiliq narsadan men xaltiliq narsasam, yangoq bog'i matan o'xshagan narsam bildim. Tatliq narsa bor. Ashnasini 2-3 xaltin ishni yapsam bizga maktabda o'qigan chig'imizda taqib bir tashna. Tutun küçük öpüm ben. Hövlap aşinasını kösemi yemekten tırışıp yakıp etken yeni yapmak ettim. Ama devam mesela aşağı. Yine aşın yaptım ben eğer tutulanı küçük yoktu kanıran bakman çıktım. Mesela işçiliği xemlik terk etmeye bak tasir kıldım. Aşın bana tasir kılgan neyse der balırın ziyan kılgan neyse de şu. Ben balırın ilgili koymayı üzermişsem bana biraz ziyan kıldı. Aslında şuna aslında yemek ne
Respekt. Cevabım tüylü. Tamak taşlaştiki ünümlük usullar kayısılar depti. Tamak taşlaştın önümde usulü. Tamak çekmez. Tamak çekmez. Tamak çekmez. Tamak degan bir huma hamda. Dünyadaki en çok huma bulgan narsa hech kim tutmaydı çünkü bunun paydasını tanıyacak. Bunu şunun paydası çık koğuşka bunu kılgan şirketin pulu cık bulda. Onun yolu on pulu yokның jipetong degan uyg'urlar sizib etdik ka. Şuna o'xshash hamda aşı pulu bo'lgandan keyin chekilmaydi. Huma bo'ldi, huma bo'lgan amal yo'q, humani. Ana shunga buni qilib piliqday tug'ildiq ayollarga tamoq chekmang nikotinni. Tamakni huma qilgan narsa nikotin degan narsa bor, nikotin. Tamak ishqari degan narsa. Tamakni nikotinni bilib bo'lna. Texim bolalarni texim shu tug'ilgan bolalarning hammani texim asliqlama diqqatni qilgan narsa qo'yib bo'lna. Qilalik. Hozir hamda elektronlik sigara chiqdi. Elektronlik sigara deganda men nikotin ishlatib bakkan tajribaxonada. Nikotin deganda nimning ichida muzning ichida saqlamasa uchib ketadi. Parg'anlik bilamda. Anda odat o'tib bo'la tursizda, echib butun assa bilamdikin ispit qilib qo'ysa yo'q, uchib ketadi. Ozroq isibsa. Shu buningdan foydalanib buni elektronlik sigara ham bir ishkirda Jungo mamlakatining bir xanzi yo'ldosh yasagan. Tamakini o't qo'ysa, nikotinni qilib ichiga sigaretkasi uchib ketadigan qilib, deb sizga batareyasilar. Shunda batareyani yaxsa, qizisa nikotin parg'ayni deb tushirgandan keyin shuni tutgan. Bir qatim chekkan nikotin, aslida bir qatim chekkan nikotin bir qap tamakini miqdorida. Bir qap tamakchiga bir qatimda bir kunda 10 tal çeksiniz. 10 talni o'rniga elektronlik sigaretdan 10 çeksiniz. 10 tal tamak emas, 10 qap tamak chekkandan tang. Haddidan ziyod texim eg'ir. Bu insoniyatning shuna. Endi buni shirkat Hongkongga setib berib, Hongkongda shirkat qilib, azimiyat qilib, ayniqsa bunun qanday faxrlanib, qanday mutaxassislikda buni man desam, men shu nikotinni ziyonliqni isbotlab chiqqan ekan, qildi. Uni ustiga aşağıda San Francisco'da jurnalda bir San Francisco'da NPR'da bir radyo var mı ya da aşağıdan alakası ne bekletin. Bakalımız ne? Minas mekanizm çandiye bakalım ne? Bakalım üzün evet personelimiz müstabakka bir işlekte çalıştığında. Hoşça gittim mi aşağıda? Sonra aslında neyce sözlük mesela 60% yaş balı çıkıyordu şimdi nikotin içe. Çünkü mesela Trump'ın dedik burun prezidentse aslında karşılık kılıp çeklemeyiz bunu da çoğun söz yapılan 2 gün tutup aldı. Ne için ise bu çekide kaldı. Humavu açığa taslamaydı buna. Bunun karşı da bu mesulatını bütün ilivesler dökkaldı. Onu çiğnemaydı humavu açığa. Aslında konu koşulları eğer de Trump muş tamakını çekilirse Amerika'da satmaya kalsa biz bunu kollamayız prezidentlikka diyen. Sonraki tokapla eşkünlükte yanılıp yine aldı. Huma deganlar. Endi huma düşünmedi kalırsa mesela anınızga bo'lgan muhabbatning o'zi huma. Anınızdan tamakının tamigi bo'lgan huma. Çünkü aslında şu bo'lganda xo'shallik qilib qilmish shundaqmi? Muhabbat degan shu. Bir kişi kurab gazaplasida muhabbat demaymiz mi? Açıklık kelsa. Xo'shallik shundan keyin shunda qarshingizga chiqarib qalbingizga ham açıklık kelsa muhabbat yo'q, o'l degan gap shu. Bir şey xo'shallik bersa sizga. Biz yurak deymiz, bir şey xo'shallik bersa muhabbat. Huma. Hamda ashunda uni voz kechmak oson emas. Tamakimi shu, huma. Azdan uning boshqa familiyalik, boshqa kokain degan o'xshash turlarda birlar umringizni vayron qilish ehtimolligi yo'q. Shundaqmi? Şu o normal asla huma uni haddidan ziyod aksar bo'lmag'achqa uning jiq odamni qarchamas. Uning ilinadiganlarmi jiq bunidan. Shunga uni hozirgacha hamda qilib
Tıpıldatdan yaxşı usul, tamaki uxuması davalaydigan usul dep elektrol tamaki dep elektrol sigaret tamaki uxumağı bolsanız mançiki dep an çıkıp koydu. Emlet tamakın texim uxumağı diyen gap bu. Tamakı sen gap etmez o. Tamak diyen gapın özü şu. Teximiz tamakının ziyni nikotin asası ziyni. Tamakıda 5000 xil terkip var. 5000 xil terkip içinde 620 çıkılı rehbeda buldu deydi. Tayin az ular rehbeda kılgan. Rehbeda kılgan küçü hem de rehbeda kılgan hemilik terkip. Lakin rehbeda kılgan derece cık emas. Lakin rehbeda kılgan derecede cık şımırıldığını nikotinin üzeri. Şuna sıkakla o 625 çıkılı rehbeda kılgan terkip yok. Nikotin lamba müşüncekten oldu. Tamamen taştan onu rehbeda kılgan yok ortam dedi. Mançıkıydı. Lakin biz tekrar başta zavkamadı bunu. Malum bizga malum bir mezgildan keyin balkim qirlat divanlik ishlab ketib mumkin o'sha chekkan ichida. Ya boshqa ishlar chiqishi mumkin. Nurg'un kasallik chiqishi mumkin. Buni uqmaymiz endi biz. Shu tamaki ana yaxshi, yaqin kelmanga yaxshi. Yaqin kelgandan keyin tashlamoqda, tashlash uchun jiq. Men dadamdan tashlab boqqanimda kirib boqqan jiq. Dadam oxiri tamak chekmasam bo'lmaydigan man deb tamak chekib oxiri shu hiqlab tinamay qolib qolgan chog'da amal yo'q tashladi tamakni. Tamakning ziyni jiq, chekmagan yaxshi. Tamakni tashlashning usuli ne? Men uqmayman, buni bildiganlar bo'lsa, buni maxsus modda qilib durqib chiqib satmaydi. Satуда durulu var. Çentekste bir durumda tutuqetim bulmaydı. Çentekste men yapıncığımda yapıcı makalı izlep tunuştuğum tamam. Ondan o hem de onunki uçak ekstra bir şey yapkan ben. Bunu çekmenken üzüne oturup Allah bakan şu. Aslında gezip kantam makalı. Anda bunu tabak çekmekten bir üzüne oturamsın adam ne adam. Hem de aslında mengini koçup onu toxtup qilmaydiganga ko'ra yaqinga yaxshi. Hamda tamakini ichidimmi masalanda men tug'ilgan vaqtimda ulak tug'ibdim ekan. Ulak. Men kim batılib bab. Andan bir 45 minutga atrofida qo'shnimiz kirib qoldi, qo'shnimiz. O'chama bo'ldi, ava chiqanda qildi, sening qolsi yo'q. Bak uzun umr, bak uzun tug'ish, bak uzun tug'ibdim ekan men. Uzun ağrı qulab. Tadgan onda o. Siga andan anam bu huşundan gitti şunda. An tug'ilib bo'lgancha men ta'til tug'ilibdim ekan siga. Ta'til tug'ilib, onu 5 tug'ilib qoldi. Aşağıdan tatip çıkarıp mene kas köp biliyor tug'ilgandan keyin qap anamni qutqusin deb anam onu siga cho'ng onam chiqib ketgan. Cho'ng onamning vaqti dadam shu, dadam anam cho'ng onam uchilar. Hem cho'ng onam qolib turgandan keyin dadamni anam qutmayapti qancha. Men qarab qolsam. Sonra anamni qutqusin degan chog'da qo'shnimiz kirib qoldi bu yerda. Sonra 45 minut bir soat juda ketib qolgandan keyin ava chiqdi deb shunlar menga chiqib astada adab qutqizgan bir durni topgan menga. Şifre tapamay, şifresi yok, aşığı şifresi birini sata, ülüş nispeti 50% iken, ama ulap boğan iken ben, onun şifresi yok boğan iken, dedim, işkini septiyen. İşkini silip, pallakların bana eşini saplaqlap silip, 408 iken. Kıranın iken, bir mezginin iken, hart kapı çindip, anladım. Bir 2 saatten iken, bir adamdan çıraya, özgergen çıraya, onun iken de. Çıkışlap gittikken, aşı doğrunu izlep tapdım ben. İzlep tapsam hazır aşı doğrunu adam işletmekten ziyarlı koğandıkken, ölçüsü koğandıkken. Aşı ne? Huma buluşka karşı doğru katarda hayvan ışıltıkken. Ben toğulup boğuş ület ulağının faydasıqa huma buluşka karşı ışıltıkan doğrunu uruvatken dikim ama. Ağırlıkça ben akışta olap bakayda tulu oturup başladım balı deyip tabaş çekmişsem. O olamazsın deyip. Tamakçı şunda tırış bakkan ben. Tamakı xumarım yok. Aş doğrunun tasirde olayım hazır. Aş doğrunu bakan diye bana tamakı şunçacaksın xumarım yok. Bulurum ötüşü budumdan çıkarsam tütününe. Aş kısta unutkalım tamakını. Andan şu bazılarda xumba bomba etkan. Bazı bana okşaş. Ya tamakın tasiri ya benim kullarım da mı çık tamak çeket. Ama tamakı xumba olup kalsa ondan kurtulamaydı. Hem de aşı doğruna
aşiduruna. Nimiş dostlar kallıkını ben okumayma. Eğer aşiduruna akile hazır tamak çekken huma volkanlığı yigitse belki ben okşaş tamak çekmek mümkün. Okumayımız hem de bunu. Bu nurgun soğudu. Anıdan ise belki o yüzden karı kosak dedim de. Bu soğuduyla pen işkisi bölüp gidelim hazır. Pul tapıdığın, tutatıdığın işine çıkarmaydı. Aklıma. Hem de şununla atamak kılış için Uygur tabiatı Bezirül Benci de binesi var ihtiyankıda. Aşını kıpakka mı kıpakka haklıga. İhtiyankıgan dikken aşını kallığını tusudu adam untuk akı koydu binesi. Untuk koygan dikken tamak çekmek kalın diye oylayabilir da. Aynı birisi atamakını çekkende bir durulu var yediğin. Tamak çekkende tamak çekse poketin tamak. Andigen hasta olan tamak taşıdığın bu. Sonra bunun ters bir usul. Bu sual en çok sorulan sualmışım bu dünyada 7 milyar katım olsun, 10 milyar katım olsun. Lakin cevabı okşaş, çıktal usullanma, ilmi yok. Tamak zavatları günlük terak kılıp günlük beyip küçük kütüp şunu en yaxşı yakın kemine yaxşı. Kazanın kırıskasın, kazın yok, karısı kadar. Ben gene kaşık kemine yaxşı ya, ben göz dolap çekizdi şunu. Onun için tamakını kaşık kemine yaxşı. Doğru. Tamakına hiç qandaq tamakaga xumar basıp taşlaşma hakikaten ters. Men endi özüm öz közüm bilen köýgen, şahit bolgan bir nersin mayada dep kıstırıp koýgum geldi. Adetde tamak taşlaş üçün bek çyň bir irade lazım geçiyor. Meniň tagam taşlap bakkan. O neçe ýyl çekkenden keyin taşlady. Onun kullanğan usul nime diýen çagda özüni bek gaty tutuşturuşy, iradesini bek çyň tutdy. Ýen bir ýaly tamaky çekiş humary bek tutup ketgen çagda tokutmaýak uşak näse etdi. Kiçik balalar ýeýdigan näselerini, meselen kempçi orap bakady, onu ýapakady, bunu ýapakady we şundaq ýürüp taşlagan hemdi. Suallarymyz mı tügäp gapdy? Men özüm bir kısqaça yığınçaqlyk dep oýladym hemde bugünkünimni. Dostlar, bu bugün sözlüge temaga başdan ayak eger diqqat qilgan bolsaňlar şu närseni es qilgan boldy. Hemme näse eğizden başlandy aň deslepde. Muş ýegen işkimiz çokum diqqat qilişimiz gerek. Tamakynym şu eğizde çekidi şu. Araqnym eğizle içdigan gep. Şoňa özümizi en aldyla özümizi söýüşimiz gerek. Şunu düşüneliş boldy. Özümizi söýgen çagda ýegen işkimizge nimeni çekýatymyz, nimeni ýagatymyz, nimeni içýatymyz, ular diqqat kıldygan bolumyz. Hazır meselen burun kıla can saklap kılış üçün ýegen bolsa, biz hazır ýiş üçün ýaşawatymyz bäzi noktadan garagan çagda. Çünki ýaly japatatyp, uny ýapatymy, işläwatymy, way aniýay dep bolýar. Köpünçe insanlar hazır başynda. Birden tatlyk ýapak uskulu, birden açyk näse ýapak uskulu boşgulyp. Emniyet hazır yemeklerimizin köpüncesi bekçe chemilik yollardan ötken, chemilik maddeler koşulgan, aralashtirilgan, işlengen, pişiqlap işlengen. Andan ki bazılarının hatta gelleri özgertilgen degендek. Mesela uruqu yok, tavuz dep yep kitimiz. Ameliyatda geni özgertilgen. Hemme näsinin, hemme jallyqnyň özüge tabiiy tüşlük bir kanuniyeti bulduğunu şekilleştiriyor. Bu nesle ziyalık nesle millette. Şuna amal ba tabii neslen tepiş kitiriş gerek pek işlengen zavutdan çıkan neslerden yirak duruşqa tirişiş gerek. Tirişiş gerek dağıtma çünkü bütünle %100 yeşil yemek yap yaşayalayma deyiş mümkün emas hazırkı cemiyette. Biz amal yok bazı neslerge nem qalmaz şu. Şuna amal balıqı keçip şu bu ne? Bek köp yap istimal qıvatqan bolsaňlar azaytışqa tirişip degендek. Aşuna qilish gerek. Endi bu faqat köp çoğun bir kısmı dep oýlaýman endi bu. Meňini asraş üçinmi veya ki bedenimizge başga äzalarny asraş üçinmi çokum agzymyzdan nemeniň kirip, nemeni içip, nemeni ýewatganlygymyzga bek diqqat qilsak bolmaýtken. Ana ýen birge ruhy jätden hemde özümizniň ruhyetini saglam tutuş üçin nem qilmez şu amal ba başgalarga beriş arkaly huşallyk tapmyz. Başgalarga bir näse berdik,
ya mehr berdik, ya ki bir maddi nerse berdik. O çağda o karşı taraf hoş bulduk. Hoş bulan ki biz takım bek hoş bulmuş. Şununla ki hazırki insanlarda bazı nimler vardı. Çok alımellam deydigan. Bir işine anı ögünü ben öğrenmegендekli için. Emniyette kanadayımız özümüzde bana neslen berip dursak, etraftakiler menfaatlanıp dursa. Şunundan özümüzün keyfiyatı kötürlüğü yokur nim buldu, huşal bulması degендek. Karşı taraftan huşal kılalayımız. Bu şekilde özümüzden mehasını qoğdap kıgılı buldu degen bir nimi çıktı hesapta müştah bir mezmun. Emdi men müşünçilik hazır kalam kelgenler müşünçilik yığıncaklay. Unda sizning köp vaqtingizni aldık. Siz köpdün köp rahmet, nayt paydalık leksiya boldu dep oylayman. Nayt paydalık boldu. Sizning başqa deydiganlaringiz bormi? Bo'lmasa axirlashtiraylik. Rahmet. Ahırda oynadım ben bir vakrap jakrap ekspert sözü tutmadım. Beş olarak ötken bu kapamanlar. Danes. Ünlü yaptımsam gepimni uqbay qalmışsın dep sen ünlü yap vakrap bizden bek heyecanlanıp ketdim. Biz Amerikalılaydı mı? Sen de bek enerjiye bek güçlü. Ya. Hazır axirlashtiraylik deb tursak bir savol kelib qapti. So'rovdan bir ikki yoshdagi bolalarning tili kechikib chiqishini, ya'ni sabab qilgan bo'lsa-mu, qandoq tushunamiz deb taqi. Tili nima kechikib kelmashga. Bir ikki yoshdagi bolalarning. Mesele yok, mesele yok, mesele yok, qat'iy mesele yok. 4 yaşını yaşıp ketkendan keyin andın qarız buldu. Mesele yok, qat'iy mesele yok. Bilib chet eldagi bizlarga mesele yok. Endi Yaponda bir tadqiqot maqolasini 2017-yildan burun qilganda aşağısida bir Uyg'ur tadqiqot maqolasini qo'yib bir narsa yozgan esimda bor mening. İki tildagi Yaponda ikki tildagilarning til o'rganishda kechikib chiqadiganligini, ikki til so'zlaydigan muhit yashaganlarnincha boshqalarga qaraganda. Lekin oxirgi hisobda hech qanday ta'sir olmaydiganligini tilninki. Lekin ortiqchilik borligini, o'rgan ikki til ashta tildan keyin chiqqanda uning til o'rganish qobiliyatini yuqorilganligini tilab yozgan. Shunga bir ishga qilish qanaqa emasdi. U mening bir inim batdi, 3,5 yoshgacha til chiqmay biz qo'rqib buni qilgan. Lekin tuyuqsizdan til chiqib ketgan. O'shunda nima, buni yilon deydik biz ilg'i puxta ishqa. Andadam. Shu ishni o'xshash endi u hech qanday bir ishga kelgan emas. 3 yoshga chiqib ketgandan keyin andan qarab boqib, muhit qarab boqish kerak. Uyda Uyg'urcha, ayada fransuzcha, ayada inglizcha, ayada turkcha degan qilib bassa, men bolam mashtaqlab qilib, men qolib ketgandim. Biz uyda Uyg'ur so'zlab, yasildagi xonimisi men ispan so'zlasam bulam desa, oy buldu deb tikama. Hamdan beri ispan so'zga o'xshaydi, yasilda mayli deb. Yasilda yerimiga yasilda ingliz so'zlab, endi ispancha balaga, ispanyalik Meksikada ispan so'zlab ketgancha. Şunların iki hukuksuzlarken yasilda ingliz so'zlaydigan hukuksuzlar, ispan so'zlaydiganlar. İspancha so'zlaydiganlar yasilda Meksikada ispancha bilan o'tgan. Mening bolamni shu qator qo'shib qolgan ekan. Ayada ikki xil tilligini, o'zbek tilligini, shu til chiqish aslab ketgan. Uqma yetilishib bizning bo'lgan deb. Kim qalab tillar nim bo'lsin deb uyda Uyg'urchani tashlab uyda shu bir xatoligimiz var edi. Tashlab Uyg'urcha nima desa, kichik inglizcha gap qilsa, nima desa bilmaydi, so'zlayverib tilni chiqargan. Ayni vaqtida biz oyoq desak, masalan, uyda oyoq desa ko'rib oyog'im yo'q desa, o'qituvchi uqmay, gapirmaydi deb buni xatdan qitlab, yoki qo'shilib qilcha, zanib qilib, ha nima gap oyoq deganda ishdan desa, biz uyda jojo deydik ekan. Uyga ayirib, ayotga jojo degan, nima jojo deganda, bu jojo deb zanib qilib buni. Asta qilib, asta qilgan. Shu muhit olmuş ketsa, til bola kunab bo'lmay, qaysini dishga, ham bolalar sezgir, zanib biz zanib qilib bunda qilgan bo'lsa, aslında demey til çıkması komik. Şu muhit qaragan yaxshi. Bir ishga qanday ishlamas. O chet el hayotida haqiqatan kichik bolalarning bak qiynalyapti. Ana til o'rgatmasak taq bo'lmaydi. O yashayotgan davlatning tilini o'rganmasak taq bo'lmagan ish qilib, shunda abjashib ketib,
Endi amalba bek kichik yoshlardan mening shaxsiy ko'z qarashim bek zarur bo'lmasa bek jiq tillarni zo'rlab u tilni o'rgan, bu tilni o'rgan deb nim qilmagan yaxshi. Boy degandek alqamalim deb o'tgandek nim bo'lishi mumkin ashta qilqi. U kichik yoshda uning mengisini qabul qilish nimasimi yetishmay qoldi. U bechoralar qaymoqi bashad qaysi tilda gap qilish uqmay. Ondan aqibek boy degandek ta'sirga uchrab ketsa og'zini ocholmaydigan bo'pchu. Shundoq bo'lib qolishi mumkin bir xil o'z bekinmichilik kesili bo'lib qolish ehtimoli bor bu xil ahvolda. Endi yana bir savol kelibdi. Zihin ochquchi o'yinchoq va kitoblarning bolalarning aqliy taraqqiyotiga rostli foydasi bormi? Intayin uch savol. Besh savol. Bugungi eng uch savolmi shu? Yo'q. Butun jahondagi eng uch savol. Biz men bir qirg'in tumaydigan ablah. Qirg'inchiqimda maktabga o'qidimcha. Men MBA ash kursdamda qirg'inimizni qilmaydigan masalada biz Isroilga bir g'ashib qilib boramidim ma'lum ishlar bilan. Aslında biz İsrailiyani tunuşturgan bir kitapni qildik hamda. Hubta dedik ya ular. Bizning hubtam deganda bir gapga arabchadagi hubtada. Aslında qanday bo'lib İsraillikda kashfiyotchilar İsrail Yahudilar orasida. Andan Yahudilar shunda qalsangiz xarita qalab Google'dan qalsangiz atrofda kontamliq İsraillar vol deb turgan yer shundaqmi? Andan hammasi pul olmaydi shu. Pul. Haqat Xudoyim qo'llagan bilan pul olmaydi. Endi pul uchun karxana uchun yangilik olmaydi ko'toq qilgan. Ashuningda endi yangilik yaratish bizning qismimiz endi. Uning ustiga men MBA'ning yangilik yaratish turida bo'yicha o'qib. Ashunda debdi Isroilga qanday qilgan bolalarni desa ular sizga faxrlanadi, sizlardan. Aslında ballarına yaşlıda, mektepte bütün eski konu ahlakını böyle ekledip hem de ahlak ise konu pek konu yaramaz hem de konu üstel konu tasdik etken maşina onu asırap balını zahmetten dönmeydiğen kulunu kesetmeydiğen hem de kılıpçı hem de onu sıkıştırıp aslında burada ahlak aslında burada bir kraks ahlak demez. Kraksiz matlarını qilib qo'ygan o'quvchilar yasldan boshlab. Uni kichik vaqtimizda biz tama uncha qilib o'ynaymiz-ku, laydin mashina yasab, dumbiqib yasab, hozirgi narsa qilmaydi shundaqmi? Kichik vaqtimizda o'zimiz binyasini qilib, mashina yasab o'ynaymiz masalanda. Traktor yasaymiz, deb. Yog'och yasaymiz, shunga o'xshash ashibali kichikdan boshlab ashida. Bunun qurashtirib adik kraksiz qoldiq narsalarmi? Biz qurashtirib, narsa yasab, ashida qilib o'ynadik. Biz uni o'gitib, kallasini shunda mang'uzg'icha ular uni ishlatib, qalamqon narsani qilib, o'zi tasavvur qilib, binasini kiritib chiqish, ayni qarab mang'di ekan. Xuddi Elon Muskning bolalari bitakamaydi-da, shundaqmi? Qapirimiz, Xitoy qapirimiz yana o'xshash. Aning bolalari taqimi. Xuddi bizning yezilda shundaq, u yerda bir konu mashina deb qilib, buni qurib o'ynab qo'yasizmi shundaqmi? Xo'shlar xurab o'shaymiz. Andan ashuni qo'yib, ashuni qilib, bütün kraksiz narsalarni qanday ishlatib, kraktik narsaga aylantirish. Uni maqsad emas uniki, lekin uni qurashib, biz xiyolimiz kelmagan narsani chiqishini qilib, ashta qilib uni innovationni kichigidan boshlab, shu hamma narsani ko'rib turib, ashta ham qanday narsani qanday ishlatish, hamma narsani ishlatish yo'li borligini bilib cho'g'id ekan kichigidan boshlab. Shundan ashtadan boshlabda ashta o'qib oxirida qo'llangan kitobni. Aslında şu küçük balını şu qiziqishini aşıdan başlab Kapamam sualni bir devetana sualni ezik etmeyman. Sualda men yoktu koyayım.
Bu yerden zihin açqıcı oyuncu kitaplarının balalarning aqliy taraqqiyotiga rostdan foydasi bormi debdi. Shu, ha, shu. Mushuni turishmoqchi emas sizlarga mush tarjima qilib chiqarsanglar Uyg'uristonda kitobni-chi. Yahudiniki. Yahudiyning maktab tarbiyasi ashkan. Maktab tarbiyasi onda yozib qo'ygan kitoblardan muqim narsa o'rganmay, ashida narsa orqali keraksiz o'yinchi, keraksiz asbob, keraksiz axlat, keraksiz narsalarni akilib, keraksiz narsalarni ishlatib, ashuni zihnni ichish. Qanday ishlatish o'rganish. Ba'zi raqtga yasaydi ekan undan. Ba'zi buni qilgan shuni orasida bir narsa ashyoda ishlatgan, ashyoda tuyuqsiz kelib chiqqan o'zi bilmaydi yasagan narsa kichik bolalar, qancha qimmatlikni. Haqiqatga ko'ra, oy rasmo mundaqkin televizorning qaltiq bilan bir qilsa yoki raketaning qaldiq bilan raketaning shakli bilan falan narsa bilan qo'shabsa, bak o'sha aqllabdi deb aqlni foydalanib, tiriklikgacha milliarder bo'lgan shirkatlar ekan. Boshlang'ich yaslida uyonchiqni quyoshga chiqayotgan bosabcha. Andapda ustiga 70% adam 70% milliarderlar Isroildagi o'zining muvaffaq qozonishini shu yaslidagi shu kona uskunlar va uyon o'ynash jarayonida egallagan qobiliyatdan boshlaydi ekan. Qobiliyatiga beg'ishlaydi ekan. Muvaffaqiyatini. Şuna şu kişinin aslında şekillendiriş intayin mühim. Biz hem de şu özümüz bilen Muşundaqlar bizim kitap yazıp şu bu için manguzumuz ama balını yığıp ekler. Öyle belikni mi? Allah'ını, belikni, maymunni, bürkütni, koyunu, kalını hemmisini ekler. Sen şu yolda mangsa. Mangının mamağansı. Yok ben söz yutkan demişsin. Mangsa şu yolda. Hemmisi mangda ködangma. Sen mangmaysa, ködangma yılanmaysa oxşaş putu yok. Mangda sen mangsa deb qısa oxşaş gap. Hemmisi özüne yarıp özüneki mangdigan festival. Özünün misal şundaqma. Öy bermey. Şu ay söyledi hemmisini belak yılan hemmisi özünün yolda mangıp qanga. Qiziqish bo'yicha, özünün qiziqish bo'yicha, özünün alaylik bo'yicha. Bizim adam düşen eklep aşağıya. O şöyle mangsa deyimiz, mangap bilan qaldıqlap qalıdı. Manglagallar, ilallar, pillar, hayvanlar quruqtiklar, mangap zavat ko'rib qoldiga, pulvalik işledigan gap, chiqmaganlar, su tapam öyle manga beliqlar, lahanglar su izlab yurib asasa, ichimet veramak degan gap shu. O'zining suvayan 5 suvaga bassa suda qanday uqmaylar. Unutib qoldi su topolmaydi. Istiqatlicha masalanda. Şu kişinin başta bizden qiziqish qo'yib, bizni qiziqishlik ishlantirish kerak. Mas Uyg'ur yasildimi chet tillarda? Uyg'ur bo'lsa, işte biz shuni Isroildan kitib bo'yicha shunda ijodchilikni balliqdan boshlasak. Bizdan bir yaxshiri bir turkum Uyg'urlar har qanday sabablar bilan Turkiyaga chiqib ketganda, chiqdi. Ashuni paytlar biz birisini shu boylik nisbatan shu bolalarni kichikdan boshlab hamda o'zimizniki ilg'or tarbiya usulida ishlatib hammani mangsa shu yo'lda demay so'zsan sen bilib qolsang ko'lni o'z nima sen bilib qolsang eriqning suvi bilan eqib oyoq bor sen ilan bo'lsang yıldan öğretmen yendik topulan yanıp ayağı başında mı? Mesela üzerine yolu bu şey yapar. Üzerine kaydıra işlem kıldı yapılıp müşket. Açıkçası ben perteknikle saklıdım. 60. ilişkatkan Uygurlar şurada atı yapımdı. Undan suallam tugab qoldi. Endi sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bek ko'p vaqtingizni avatdiq. Sözler bizden deme diyenin toplanıp kaldım. Ben bu şimdi şunu hem de aldıracağım da ben şimdi şükürlük yandan ensizlik roy besin diyen kılgan bir kılmada şunu katkan şunu kıtlanmay uykum bilen daftarını bilen üzerime işin tersinde uykunu sen kurban kılıp işini çıkarıvatkan şuna çeçili havarmış mümkün cevap jarayonida. Yaxshi bo'ldi, yaxshi suhbat bo'ldi.
Minatçı. Tamam, kitap göstereyim. Ben hemen kurasın kitapına. Kitap hemen de. Tamam. Muş kitap. O çıkan kim ya da tabii çıkan ha muş kitapta. Ne? Ava çutuzba degende bu hutba etken. Bütün gapni hutba der. Ben oylap bunu Uygursuzlukka nega to'g'ri keladi desam shu tevakkul degan gapga deb o'yladim. Tevakkul degan bir xatar ham xatar emas. Yenilik yaratish, yenilikni dassash degan gap ekanda. Shundaymi? Biz Xudoyni tevakkul qilinglar desa Qur'onda siz tushunmaymiz. Tevakkul degan xatarlik ish qilganiga o'xshaydi deb. Hozir o'ylab Qur'onda kelib tevakkul qil degani yenilikni dassa, yenilik ijod qil degan gap ekan. Tevakkul qiluvchilar Xudo men tevakkul qiluvchilarni qo'llayman deb gap boshidamman yaqinda. Tevakkul qilsa, furroda tevakkul qilmay, qandaqni go'daydi. Tevakkul yenilik qilishimiz, hopta, yenilik nima? Siralarning shu nima hopta degan bu hopta ro'yi deb. Biz tevakkul ro'yida tevakkul deb chiqarib, tevakkul qilganmishlik qilib, qilsam Uyg'ursofning yo'li tevakkul meni yenilikqa, intilish, yenilikqa dasta shundaymi? Ha. Kitapni o'qiganlar ko'rgan bo'lsa, ko'rganlar olib o'qisanglar bu tarjima qilib shuni biz Uyg'urlarga endi yo'q. Bundan olsa başqa men bir qararday yangi savollar kelib qolmasin. Savollarim tugabdi. Bundan olsa bundan keyingi birisi sizin vitaminlaringizni ko'rib boqsa ekan bir yoqdan. Aslında bir şey ekan. Ananki ko'rib boqsa do'stlarga bir narsa yetkazib qo'yay. Birisi yozgan inkos o'xshaydi. Dadur bilan jigida tamaki tashlashda belki foydali. Men bularni yeb tamaki tashlaganlarni ko'p ko'rgan debdi. Buni tamaki tashlamoqchi bo'lgan do'stlar nima qilib boqsa, sinab boqsa bo'lar ekan. Almaga gapgan yaxshi. Jigidindan deb chital jigida bor ekan? Jigida men maya kep jigidiydim, yemedim eslab. Maya bağı da baba jigidi ba. Ama ben köp ançımın uçuraydı. Qanda jigida qag'i jigdisi de. Jigdisi o ayollarning foydali jigida. Hormonni oshirdi. Vitaminlerim şu qandaq gap bo'lib ketdi. Mana mahbitin bilinglar. Ben ne yapmadım vitaminlerini? Vitaminim. Mau müşkül ma vitamin desem de mau elaka vitaminin bazıları kapsülükqa kapsülük vitaminin kapsülüne bizden düşmay ayat oxumay yetdik ne hiç basasta bildik kapsülüne da kalının ki teristen ya ki çocuğun terisine göstereceğim de bazı yasak bazı yesip yazıp koyduk ya inek kılar çocuğun aldık da yazı hazır yazdıgan bilallah ayağı da onun karşı sözle bilgendikken yardım eden bu iken aslında kalı da mandallarım da ma tablet olanı çocuk yok ma bir tablet vitamin C vitamin E açtan aslında bu tablet onun için bu məxsus qoşu meydanının bağı oğlum çoğun olan için küçüğe qoşu meydanlarına sözler çıkırılır için qoşma var şu qoş ma Hindistan'dan şirketi gelmiyor Mekayın diyen işte şu Amerika'da yaşayan ama o da vitamin gen çağda bakın diyende vitaminin soksmayı için ben cek yap baktım sınav vitamin köp vitamin de koyan bile onu man 2000% manın 300% manın 5000% kılıp koşa vurdu bu kadar adam diyen diken
Bizim bedenimizde maskemey, sinekemey şu ne çıkıyor vitaminini sınavda kapı vitamin yegen çağda kapı vitaminini an kapı vitaminini an şu maskeye ne kılışık ben maske diyeceğim ama bana kıldı. Ama o süper vitamin değil mi? Vitamin D, vitamin zinc diyen sinek. Night mühimnese zinc. İnten azıta beden adamın üstüne ağrıyıp kılgan çağda mı şey payda kıldı. Şu ma vitamin D sürü diyen hakançı minton isim tlağa çıkıp atıp gömüsü bir kandı. Ma super C diyen ben şüpheden kıldığını şu. Ma vitamin D aşağı ma o kapsülüsü mü ne? Ma kapsülüsü mü da süzük bunun da öyle hayvanın kıdmı deme. Hayvanın tokumunusunu algan kapsül demez. Aşağı üzümlükten talasıdan elep yasıgan kapsül. İşte kılıp vitaminlerini yatırılır. Tünigen bir üstünügen kaldım yine adamın sel hadı kopkası bizde her çıkışlık bakımı bezdi. Tuxum inşallah pisse, tuxum ne? Koçu kaynası okuyup koş sütte ötken tuxum sütle pişirdiğin gibi su olacak. Adamın küçüğünde okuyor. Küçük bir adam gibi. Hadı çıkıp gidiyor. Uygur'un bir ecdatlarımız bak akıllı, bak ceknesin sınağına. Bizde hazırda tarafıgan çağımızda Amerika'da kandak tarafıgan bolsa pen. Aynı vaxtda biz şunda tarafıgan pen. Aşının kaldıqları bizde kep qalgan. Uygur Tabiatı yazılgan kitap 2500 yıl burun yazılgan Gürcü Tabiatı kitabının kere burun yazılgan kitappa otanda. Aksaray diyen kitaplar. Yazılgan da. Onun için Gürcü medeniyeti Aristoteles'in yazılan kitap onun için yazıldı. Bu kadar. Biz aşağılarda o juğun çağını hesap kanzıl dediği biz İngiliz çağlıklar da. Onun için bir yerde küçük figarlı tümür yaşasın tümürünü yönetken tümürünü eklep bizim kılıcımız iki sivetli bizim buzak kıldı onu kıldı bunu kıldı şundak mı? Atkımını yaptı bizim falkin dedi kaytkan falkin de. Ganet hazır kadar mesela niftimiz var. Otçuk nifet etimiz var şundak mı? Çakımız yuğan haklı çakısı üç katım çöldüğü yani bizim çakımız bir katım çöldüğü yetidi şundak mı? Şunu suretimiz tez ucum kılgança yötleştik ya. Aslında oğlandıkın aşağıda pendekini terak olsa, bay olsa, ondaki bay oğlandıkın haklı oltura, oylaydıgan, öyle kımazah maktaptıkıdak, hemen aslında sınıf bakıdıgan şudak mı? Jongo pulta fitti, hemmeden akıllı kop gitti. Şudak mı? Pulta fitti, hemmeden akıllı kop gitti, hemmeden bir yığınlık kıpkanlığa gittiğim için ise, pul oğlandıkın, hemen aslında bunu kıpak kımpak sıkıldı. Şudak mı? Amerika'da, şu hem de, Jongo diyelim de, bizden, Jongo deyimiz hem de, China. Ini misalda yok yerine balık yıkan öyle bitiriyor. Hem mesela bu. En başta bizden aşağıda bay vaktimizden nurgun neslini terakkiler. Kaldıkları kalgan. O bizden ecmedi kibabetimizde sinip etkende. Aşağıda tilimiz var ya. Aşağıda Uygur'un aşağıda sözü geldiler hem de kapkagan tilimizde bizi kapkagan kaldıkları. Onun için aşağı anayte bugün uçurlu hem de aşağıda şu vitamin Bayti kaşarlı yaktı yendek. Yine tapamadım. Ondan sonra vitaminlerini sorulan kişi belki yine hatırlayan bolışı mümkün. Başka suallarım yok. Tüydü dep oylayma qarap bakay. Suallar tügepti. Ondan sonra sizge rahmet. Bundan keyingi tadqiqat hayatınızdan oňuşlyk boluşyny tileymen. Ailеңizden hatirjem baxtlik boluşyny tileymen. Ondan olsa Allah'a emanet. Rahmet. Bunda diyelim Uygur Partisi.